buzuq dinlarga e'tiqod qilgan bobolarni mahkamacha o'tirishadi. Biz aslimiz shunaqa bo'lgan. Aslingiz shunaqa bo'lganiga nima dalil? Undan oldin nima bo'lgan? Qabrni yoniga borib, qabr egalarini barokatidan, hurmatidan duo qilish masalasi juda uzoq vaqtdan beri ko'tarilib keladigan masalalardan biri. Hozir bidatshunoslarimiz paydo bo'lgunicha 1000 yil osha musulmon ulamolar, amirlar shu shirk bilan tavhid farqiga bormaganmi? Qabristonga qori dafn qilinishligi uchun Qur'oni Karimni shu bir kechani o'zida boshidan oxirigacha yoddan xatm qilib berish shart bo'lgan ekan. Masjidni tanigan odamlar birortasi qabrga sig'inganini ko'rganmisiz? Hajga borgan odam ixlos bilan borsa keyin baraka oladi u yerdan, bo'lmasam jinni olib keladi ba'zi birlar. Wi-Fi tarqab turibdi, o'zingiz Wi-Fi'ga yaqinlashangiz ulanmaydi. O'z zamonaviy g'arb olimlari ham aura, energiya, karma degan so'zlar bilan shuni isbotlamoqchi bo'lib turibdi. Qabrni ziyoratda undan boshqa narsa manfaat ham bor. U nima desa, unisi ulfatlik bor. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom onalarning qabrlarini ziyorat qilgani nega bordilar? Imom Zahabiy aytadilarki, Ma'ruf Karxiyning qabri duo ijobat bo'lishida nihoyatda tajribada sinalgan joydir deganlar. Mujarrab. O'tmishda hammasi tarix, lekin suyaniladigan tarix bu alohida. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun ustozlarimiz bilan birgalikda O'zbekistonga islom tarixi, O'zbekistonga islom kirib kelish tarixi, yurtimizdagi ulamolar bilan qoldirgan meroslari haqida turkum suhbatlarini boshlashni niyat qildik va mana birinchi suhbatimizda ustozimiz Hasanxon Yahyo Abdulmajid domlamiz. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum Ustoz tanishtirishga hojat bo'lmasa kerak, yurtimizda juda yaxshi tanishadi. Va ikkinchi mehmonimiz Muhammad Halil Xor akamiz. Xo'p, Xor akamiz Xorazmdagi madrasani, o'rta maxsus ta'limni madrasada o'qiganlar, Xorazmdagi madrasada. Undan keyin Buxorodagi oliy madrasani bitirib, magistraturani ham aynan islom tarixi sohasida bitirganlar. Xo'p, ustoz, bugungi suhbatimizda asosan shu O'zbekistondagi tabarruk qadamjolar, ziyoratgohlar, ularga bizni uyushtirayotgan ziyorat turizm safarlarimiz va ziyoratni o'zi farzand tarbiyasida va insonlarning o'zi ruhiy tarbiyasidagi o'rni haqida suhbatlashishni niyat qildik. Bundan oldin Hasana Travel jamoamizdan birgalikda ikkita safar uyushtirdik. Birinchisi Samarqand Buxoro safari bo'ldi. Domlaning o'zlari bilan birgalikda va insonlar juda ham yaxshi ijobiy fikrlar bildirgandan so'ng keyin Toshkent safarini ham uyushtirdik. Toshkent safarida bizga Muhammad Halil Xor akamiz guruh boshchilik qildilar. Xor aka, shu safarimiz haqida ham o'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz, qanaqa bo'ldi o'zi, odamlarning fikri qanaqa bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum va rahmatulloh. Taklif qilganinglar uchun. Xo'p, ikkinchi safarimizda Toshkent safarini ziyoratini uyushtirdik ziyoratchilarimiz bilan birgalikda. Avvalambor tarixlarni Toshkent safarida ziyoratchilarimizga aytganimizda ularning fikrlari, biz Toshkentni faqat zamonaviy shahar deb o'ylar ekanmiz. Shu ma'lumotlar bittasi aytib qoldiki, men Suzgota majmuasida har doim namoz o'qiyman. O'sha tarixni eshitganimdan keyin hech tarixga qiziqmagan ekanman. Ancha ma'lumotga ega bo'ldim, qiziqarli ma'lumotlarga. Toshkentni faqat boshqa joydan kelganlar biz Toshkentni faqat zamonaviy shahar deb o'ylar ekanmiz deb aytishdi. Salomat bo'ling. Undan keyin yana qayerga bordinglar? Shunda Shayx Zayniddinga borildi. Shayx Zayniddin bobo majmuasiga borib, undan keyin Zangotaga bordik. Zangotaga. Shayx Havonni Tohir majmuasiga bordik. Hazrati Imom majmuasiga bordik. U yerdagi Imom Qaffol Shoshiy rahimahulloh. Ustoz, mana Xor akamiz aytganlaridek, hammada har xil fikrlar bor. Ba'zilar misol uchun o'sha safarimizga chiqishdan oldin asli o'zi ziyoratni niyatini to'g'ri qilmasdan chiqqanlar ham bo'lgan ekan. Shunchaki farzandlarimizni bir aylantirib kelmoqchi bizlar, farzandlarimiz Toshkentni ko'rsin, Toshkentda qanaqa joylar borligini ko'rsin deb chiqqanlar bor ekan. Bundan tashqari yosh kattaroq bobo-buvilarimiz juda bir chiroyli ixlos bilan, chiroyli niyatlar bilan chiqqan ekanlar. Shunga oldin o'zi ziyoratga chiqish masalasi, ziyorat turizmi yoki ziyorat safarlari O'zbekistonda oldin ham bo'lganmi deb savol so'ramoqchi edim va o'zi asl niyat qanaqa qilinishi kerak ziyoratga deb. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Ziyorat, qabrlarni ziyorat qilish masalasi biz dinimizda islomning avvalida man qilingan, keyin esa ruxsati berilgan, keyin targ'ib qilingan ishlardan hisoblanadi. Mana shu tadrijiylikni yaxshi tushunmagandan, ma'lum bir davrda ma'lum bir holat uchun aytilgan hadislarni umumlashtirgandan ba'zi bir kishilarda qabrlarni ziyorat qilishga nisbatan juda keskin e'tiroz bor. Ular buni e'tiqod bilan qilishadi. Aniqrog'i shu oxirgi asrlarda paydo bo'lgan ko'proq
arab olamida keng yoyilgan tafakkur, bu bemazhablikka moyil tafakkur namoyandalari bo'lgan kishilar, bular shu bid'at shirkka qarshi kurashishda juda g'uluvga ketgan, boshqa ko'p masalalarda g'uluvga ketgandek. Va mana shu g'uluvning ortidan qabr ziyorati borasida ming yillar osha, asrlar osha musulmon ummati ning tushunchalariga zid ravishda bir qancha fikrlar, shubhalarni tarqatishadi. Jumladan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qabrlarni ko'tarmanglar deganlari, qabrlarni masalan ba'zi hadislarda keladi, Hazrati Ali roziyallohu anhuga butlarni ham yo'qotgin, qabrlarni ham tekislagin degan, ko'tarilgan qabrlarni tekislagin degan topshiriqlari bo'lgan. Ba'zi bir yurtlarni fath qilishda, Yamanga ketayotganlarida aytgan gaplari. Mana shunga o'xshash hadislardan o'zlaricha xulosa olib ko'proq ziyoratga qarshi chiqishadi, yana va hokazo shunga o'xshash fikrlarni aytishadi. Aslida bu yerda mavzuni tushunish uchun biz islom e'tiqodi nuqtai nazarlarini atroflicha fikrlashimiz kerak. Bitta hadisdan hukm chiqarib bo'lmaydi yoki bitta oyatning o'zidan. Ziyoratning mazmun mohiyati nima desa, bu yerda bir haqiqat asoski, bu olam faqatgina moddiy borliqdan iborat emas. Ma'naviy borliq bor, ruhoniy borliq bor. Musulmon kishining e'tiqodiga ko'ra, inson o'lib tanasi chirib ketgani bilan uning ruhi barhayot qoladi. Bu haqiqat Qur'on va hadisda ta'kidlangan. Shu nuqtai nazardan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari dastlab qabrlarni ziyoratdan qaytargan bo'lsalarda, keyin qabr ziyoratiga ruxsat berib yana qolmay, o'zlari qabr ziyoratini odat qilganlar. Mana shu nuqtadan biz ko'p xulosa olsak bo'ladi. Dastlab nega qabr ziyoratidan qaytarilgan desa, u vaqtda odamlar qabr ziyorati deganda shu borib qabrga sig'inish tushunar edi. Yana bid'at xurofot ishlarini bilar edi. Ikkinchi jihatdan u qabr egalari hammasi ham solih insonlar emas edi. Shirkda o'tgan, shirk namoyandasi bo'lgan insonlar bor edi, masalan. Aytaylik, qishloqqa bir odam bir but ko'tarib keldi. O'zi bu shirk. Keyin odamlar shu qishloqda shu e'tiqodda davom etib ketdi. But ko'tarib kelgan odamni xuddi haloskorni singari qabrini saqlab uni ziyorat qilib yurishadi. Yo'inki mana e'tiqodlar bo'lgan, buzuq e'tiqodlar. Qabrdagi mayitlar bizni hayotimizni boshqaradi. To'liq ularning qo'lida hamma yo'q. Yana mana hozir ham bor. Mana buddaviylikda bor. Ibodatxonada sal tuzukroq hayot kechirib ibodatini qilib o'tgan odamki, o'lgandan keyin xudo bo'lib qoladi. Qadimgi turklarda ham qabrga sig'inish juda ko'p bo'lgan. Ko'p xalqlarda bo'lgan. O'zining o'tgan bobosi, buvisini iloh qilib sig'inadigan, borib duo qiladigan, iltijo qiladigan odamga aylantirib olishgan edi. Makka mushriklarda ham shunaqa odat bor edi. Ular qabr ziyorat deganda shuni tushunishardi. Ular bilgan narsa borib yo bid'at xurofot qilish, o'shada har xillaligi bo'lmag'ur xurofot odatlarni bajarish, yoinki borib sig'inish edi qabrga. Mana bu narsani bartaraf etishning yagona yo'li bir yo'la qabr ziyoratini to'xtatish kerak edi. Ammo qabr ziyorati o'zi asli joiz jihati, unga boshqa nuqtai nazar bilan qarash kerakligi u ham bor edi. Bu ham haqiqat edi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hudaybiyada qaytayotganlarida aytganlar, onalarning qabrlarini ziyorat qilganlar va yig'laganlar. Va aytganlarki, men qabr ziyoratidan oldin sizlarni qaytargan edim, endi qabr ziyoratini qilinglar, oxiratni eslatadi deganlar. Mana shu joyda savol tug'iladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom onalari o'tgandan 50 yil o'tib, balki undan ham 55 yildan keyin, 55 yildan ko'p vaqt o'tib, 50 yil deydi, 50-55 yil vaqt o'tib, keyin onalarning qabrlarini nega ziyorat qilyaptilar? Savol tug'iladi. Onalari unaqa masalan islom bilan tanilib o'tgan zotlardan bo'lmagan. Bu masala masalan Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning onalari, ota-onalari
islomdanmidi yo'qmidi degan masalada xilof bo'ladi. Bu mavzuga kirishish odobdan emas. Lekin haqiqat shuki, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom onalarning qabrlarini vafotlaridan yarim asr o'tib ziyorat qilyaptilar. Nima uchun? Demak, bunda mazmun mohiyat bor. Oxiratni eslatish uchun onaning qabri bo'lishi shart emas. Har qanaqa qabrni ko'rganda oxiratni eslash mumkin. Lekin onamning qabrini ziyorat qilishga Allohdan izn so'radim, izn berdi deyaptilar. Alloh subhanahu va taolo aytmabdiki, nima qilasan? 50 yil oldin o'tgan odam yo'qib ketgan. Unda manfaat yo'q demagan. Ziyorat qilishga izn bergan. Rasul akram alayhissalom onalarning qabrlarini ziyorat qilganlar, yig'laganlar. Undan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom, masalan, Usmon ibn Maz'un emikdosh akalarini dafn qilgandan keyin qabrining tepasiga belgi qo'yib qo'yganlar. Bir toshni harsangni qo'yib belgilab qo'yganlarda aytganlarki, nima uchun bundoq qildingiz deganda, vaqti bilan ziyorat qilgani kelsam istab qolmay va yaqinlarim vafot etsa shuni atrofiga dafn qilsam deganlar. Demak, qabrda qo'shnichilik degan yoki qabrni ziyorat qilish degan gap bor. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari Uhudni ziyoratiga borib ziyorat qilganlar, vafotlaridan oldin ham borib, ba'zi rivoyatlarda janoza namozi o'qiganlari aytiladi. Ba'zan janoza emas, duo edi deyishadi. Har qalay ziyoratga borib, vafotlaridan oldin borib, Uhud ahli bilan go'yo vidolashib kelganlar. Ular bir necha yil oldin, 10 yilcha muqaddam shahid bo'lgan shuhadolar edi. U Madinada o'zlari yashab turgan Madina Munavvaradagi xonadonlardan ancha masofa. Undan yaqin joyda Baqiya turibdi. Baqiya agar oxiratni eslashni o'zi, qabristonni o'zi bo'lsa, shu Baqiya yetadi. Yo'inki Baqiyani ziyoratiga ham Rasul akram alayhissalatu vassalom har shanba Baqiyani ziyorat qilardilar deyiladi. Baqiyani nega ziyorat qilyaptilar? Ziyoratda manfaat bor. Bunda bir qancha ruhoniy bir demak manfaat ulashish, duo qilish, unsi ulfat topish kabi xususiyatlar borda. Qabristonga kirganda qilinadigan duo mana shu Baqiyaga kirganda qilganlarini rivoyat qiladi sahoba ikromlar. Assalomu alaykum dara qawmi mu'minin. Ey mu'minlar diyori kishilari, sizlarga salom bo'lsin, Allohning rahmati bo'lsin, mag'firati bo'lsin. Sizlarga o'zimga Allohdan mag'firat so'rayman, ofiyat so'rayman. Biz ham ortingizdan borajakmiz deganga o'xshagan gaplarni aytganlar. Antum salafuna va nahnu lakum khalaf. Mana shu duolarni agar quruq tuproqqa aytilgan desak, bu mantiqsiz bo'lib qoladi. Qabrda demak nimadir bor. Asos deganimiz shuki, mana shu islom nuqtai nazaridan bu dunyoda ma'naviy olam bor, ruhoniyat bor. Barzax deyiladi. Barzax olam faqat bizdan to'sib qo'yilgan. Bizning ko'zimizga parda to'silgani uchun ularni biz ko'ra olmaymiz, his qila olmaymiz. Lekin biz ko'rmaganki narsa yo'q degani emas. Biz ko'rmaganimiz bilan bor ular. Hadis shariflarda keladi, qabr ahliga ozor bermaslik masalan. Aytadilarki, Rasul akram alayhissalotu vassalomning bir hadislari bor. Qabrning ustiga o'tirgandan ko'ra cho'xga o'tirib, yonib kuygani yaxshi deganlar. Ya'ni oyog'i kuygani yaxshi. Nima uchun? U qabrdagi odam o'lib chirib ketgan deylik. Tana chirib ketgan. Lekin o'shanga ehtirom ko'rsatilyapti. Va hokazo. Madina Munavvarada masjid qurilishidan oldin u yerda qabriston bo'lgan ekan. Kavlaganda chiqqan suvaylarni olib bir tomonga olib dafn qilingan. Uni Misrga uloqtirilmagan, insonning jismi bo'lgani uchun. Mana shu kabi jihatlar e'tiborga olinsa, umuman inson o'lgandan keyin ruhi barhayotligi, savob ishlardan ular xursand bo'lishi, tiriklar haqqiga tiriklarni amallar ko'rsatib turlar yaqinlariga deganlar, o'tgan yaqinlarga. Ularning tiriklardan boxabar bo'lib turishi. Agar yaxshi amallarda bo'lsa, ular xursand bo'lib, gunoh ishlarda bo'lsa avlodlari undan vafot etgan kishilar bezovta bo'lishi. Bular hammasi hadislarda kelgan haqiqatlar. Bular nimani anglatadi? Ruhoniy olam barhayot bor ular. Va qabr bilan aloqasi bo'ladi. Qabr hayoti to'g'ri sir, hammaniki bir xil bo'lmaydi.
lekin hammaniki har xil bo'ladi va albatta qabr hayoti mavjud bo'ladi. Mayli kimdir azobda bo'lar, kimdir rohatda, kimdir darajotda bo'lar. Lekin o'lding, o'chding emas. Bizning dinimizda e'tiqod unaqa emas. Bizning dinimizda e'tiqod o'lgan kishining ham haqqi bor, uning ruhi bor, barhayot. Va bu ruhning qabrga aloqasi bor. Bunga dalil juda ham ko'p. Ibn Qayyimning Ar-Ruh degan kitob bor, Ruh degan kitob bor. Juda ko'p misollar keltirgan. Qabr ahlining hayoti borasida juda ko'p misollar, hayotiy misollar, oyat hadislardan ko'proq dalillar juda ko'p keltirilgan. Mana bulardan xulosa shu bo'ladiki, demak, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom qabrlarning ziyoratidan qaytarganda nimani nazarda tutganlar? Qabr ziyoratiga buyurganda nimani nazarda tutganlar? Keyingi ulamolar bu hadislarni qanday tushungan? Mana bu narsalar haqida demak, ta'ammul qilishni taqozo qiladi. Shundan xulosa shu bo'ladiki, ya'ni endi men qisqaroq qilib aytsam, avvalda qabr ziyoratidan qaytarilishi, tiklangan qabrlarning buzilishi bu o'sha davrning e'tiqodi, odamlarning ko'nikmasiga bog'liq hodisa hisoblanadi. Odamlar masalan shirk bilan tanilgan bobosini qabrini saqlab o'tiribdi. Har ko'rganda yangi iymonga kelgan odamlar adashmadimikin ish qilib, bular ham yaxshi odammi deb esga tushaveradi. O'sha bid'at xurofotni o'zlik qilib yasab oladi. O'ziga o'zlik qilib yasab olib, shunga qaytgisi keladi. Vaholanki u bid'at xurofot uning tarixiy mobaynida bir bosqich bo'lgan xolos. Mana shunaqa hozir ham bor. Ba'zi bir xalqlar biz o'zligimiz shu deydida bid'at xurofot bilan yashaydi. Odam alayhissalom bid'at xurofotda bo'lmagan. Hech bir insoniyatning asli fitrati bid'at xurofot emas. U sof musaffo din. Ammo insoniyat odamlar tarixidan o'zi bilgan joyini ushlaydi. O'zi bilgan tarixda bid'at xurofotga ko'milgan ajdodlarni taniyapti. Biz o'zligimiz shu deb o'ylaydi. Mana hozir ham bor-ku. Qanaqadir bir buzuq aqidalarga ergashgan, buzuq dinlarga e'tiqod qilgan bobolarni mahkamaga o'tirishadi. Biz aslimiz shunaqa bo'lgan. Aslingiz shunaqa bo'lganiga nima dalil? Undan oldin nima bo'lgan? Odam ato emas-ku siz aytayotgan shu bid'atchi yoki shu buzuq e'tiqodli odam ato emas-ku har qalay. U qaysi bir davrda o'tgan ajdodini mahkamaga ushlab oladi. Shuni o'zlik deb ushlab oladi. Keyin uni haligi qabrini ko'rganda, haykalni ko'rganda shunga qaytaveradi haligi iymoni zaif odamlar qalqaveradi hadib. Mana shu narsani oldini olish uchun shu shirkning ramzi bo'lgani uchun ularning qabrlari yo'qotilgan. Uning muqobilida keyin musulmonlarning namoyandalari, payg'ambarlarning qabrlari va hokazolar nimaga yo'qotilmagan? Masalan, Ibrohim alayhissalom, Ishoq alayhissalom, Sora onamiz qabrlari Falastinda hozirgacha bor. Islomdan oldingi qabrlar ular. Rasul akram alayhissalatu vassalom o'sha qabrlar borligini inkor qilmaganlar. Falastinga, Quddusga borganimda Musoni ko'rdim qabrida, namoz o'qiyotgan ekan deganlar. Ya'ni g'ayb olamida, qabr hayotida hammaning hayoti har xil payg'ambarlar ibodat, zikr bilan bo'ladi shunday. Mana buni sahih hadislarda kelgan ma'lumot. Qabrda Musa alayhissalom hali ham bor ekanmi? Aloqasi. Ibrohim alayhissalom, Ishoq alayhissalomning qabrlarini Hazrat Umar roziyallohu anhu Falastinni fath qilganda borganda ko'rgan. Tekizlab bor demagan-ku. Yo'qotib yuboringlar Ibrohim alayhissalom qabrini. Soraning qabrini yo'qotinglar demagan. Aksincha nimani chaqirib, Kabul ahborni chaqirib, menga qara, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Merojga chiqishda qayerda namoz o'qiganlar deb so'raganlar. O'sha joyda keyin Hazrat Umar namoz o'qigan, shu joyda Masjidus Sahro bor hozirgi. Harsangtosh masjidi. Shu masjid qurilgan. Qadamjolarning bo'lishi, tabarruk ziyoratgohlarning bo'lishi musulmonlarda bor e'tiqod. Ammo bid'atchi, xurofotchi bo'lgan kishilarning qabriga bog'lanib qolish bu bo'lmaydi. Mana shu mazmunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom inson hayotining hamma tomonini isloh qilganlarida qabr ziyoratiga bo'lgan munosabatni ham isloh qilganlar. Buning islohi o'ziga xos bo'lgan. Avval man qilingan, haligindek shirkka undovchi qabrlar yo'qotilgan, yo'q qilingan. Aynan endi sof e'tiqodda, toza Alloh nozil qilgan haqiqiy e'tiqodda, islomda qabr ziyorati munosabatlar qaytadan joriy etilgan. Ana shu mazmunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning o'zlari akalarining qabrlarini
belgilab qo'yganlar. Ana shu ma'noda Rasululloh akram alayhissalotu vassalomning qabrlari saqlangan. Shuning uchun ham Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh akram alayhissalomning yonlariga dafn qilinganlar. Va shuning uchun ham Hazrati Umar roziyallohu anhu Oysha roziyallohu anhodan so'rab, meni o'sha ikkala sohibim yoniga dafn qilishga izn bering deganlar. Baqiyaga qo'yilsa bo'laverardi. Nega qabr qo'shnini tanlayapti? Qabr hayotida hayot borda. Agar sahobalarning hayolida o'lding, o'chding, yo'qib ketasan degan e'tiqod bo'lganida, ay qaqi ko'mchalar ko'maringlar meni derdi Hazrat Umar roziyallohu anhu. Unaqa demadi-ku. Izn bersang shu Rasululloh akram alayhissalatu vassalam Hazrat Abu Bakr yonlariga dafn qilinsam dedi. Izn so'radi. Oysha roziyallohu anha men o'zimga saqlardim bu joyini, mayli sizni o'zimdan ustun ko'rdim dedi. Oysha roziyallohu anha ham nimaga o'sha joyni o'ziga saqlagan? Shu Rasululloh akram alayhissalom va otalarining yonida bo'lishni nega istagan? Agar o'lim yo'qlik bo'lsa, qabrning hech qanaqa ahamiyati bo'lmasa, nimaga uni bular mulohaza qilyapti? Qabr u yo'qlik degani emas u. Mana shu nuqtai nazarlardan kelib chiqib ulamolar keyin bu mavzudagi hadislarni ana endi izohlaydilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning o'zlarining hayotlarida qabr ziyoratiga borganlari, qabr ahlining haqqiga duo qilganlari, sahobalar qabrlarida ko'rgan mo'jizalar. Masalan, sahobalardan biri aytadiki, men yo'lda ketayotgandim. Safarda bir joyda, ya'ni qorong'ida bir joyga kapa tikib yotganlar. Kechasi yerdan ovoz eshitilgan. Mulk surasini birov tilovat qilyapti. Ertalab turib kapasini olib qarasa, qabrning ustiga joy qo'ygan ekan. Qabr juda bo'rtgan bo'lmagan, kichikroq, pastroq ko'tarilgan bo'lsa, masalan, sezilmagan. Keyin kelib Rasululloh akram alayhissalatu vassalomga aytgan u kishi. Ey Allohning Rasuli, safarda men qabr tepasiga kapa tikib yotgan bilmasdan. Lekin qizig'i shuki, kechasida yer tagidan ovoz eshitildi, qabrdagi odam taboran o'qidi. Rasululloh akram alayhissalatu vassalom aytdilarki, bilmaysanmi, bu Mulk surasi, Najot surasi bu dedilar. Kimdir qabrda Qur'on o'qiyapti. Vafot etgan musulmon u. Mumkin ekanmi? Mumkin. Qabrdagi hayot bor ekanmi? Bor. Bunga o'xshagan misollar juda ham ko'p. Shu Ar-Ruh kitobida Ibn Qayyim o'nlab misol keltirgan. Rahmatullohi alayh. Boshqa kitoblar ham bor bu borada. Ana ulardan xulosa qilinadiki, demak, qabr ziyoratida demak asoslar bor va bunda hikmatlar, manfaatlar bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Uhud shahidlarini ziyorat qilgan borganlari, bu ham bir ibrat. Bir yigit umra ziyoratchilarini Uhud tog'iga olib boryapti. Men qisqacha videoni ko'rib qoldimda. Olib boryapti-da, guruhga o'qtiryapti. Muhtaram azizlar, hozir biz mana Uhudga keldik. Shahidlarni bu yerda mana sahobalarning qabrlari bor. Lekin biz bilib qo'yaylik, e'tiqodimizni to'g'rilab olaylik. Xo'sh. Biz ikkita maqsadda kelamiz bu yerga. Birinchisi, qabr o'tgan qabrlar, qabriston bizga oxiratni eslatadi. Birinchi maqsad shu, oxiratni eslash uchun kelamiz, keldik. Ikkinchisi, mayitlarning haqqiga duo qilish uchun keldik. Boshqa maqsad yo'q deb o'zchasiga juda bir narsani qoyillatgandek bo'lib o'rgatyapti. Bu ikkala maqsadni birov inkor qilmaydi. Lekin bularni o'zi uchun Uhudga borish shart emas. Xohlagan bir qabristonni xohlagan qabristonlar shu haramda Madina Munavvarada yonida baqiya turibdi. O'sha yerga chiqsa Uhuddan katta qabriston. Xohlagancha oxiratni eslasa bo'ladi. Eslasa bo'ladi. Duo uchun borish shart emas, o'tirgan joyda duo qilsa bo'ladi. Ayniqsa mana shu e'tiqoddagi kishilar aynan duoni manfaati, zikr, tilovat manfaatini ko'p ham xush ko'rmaydi ular. Faqat mag'firat so'rab duo qilish bilan cheklanamiz deydi. Xo'p, shunaqa bo'lsa, oxiratni eslatishga baqiya bor yoki xohlagan qabristonni olish mumkin. Duo qilish uchun Uhudga borish shart emas. O'zbekistonda turib ham duo qilib qo'ysa bo'laveradi. Demak, behudaga boribdimi? O'zini o'zi inkor qilyapti. Qabrni ziyoratida undan boshqa narsa manfaat ham bor. U nima desa, unisi ulfatlik bor. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom onalarining qabrlarini ziyorat qilgani nega bordilar? Juda ancha uzoq masofa bosib yo'ldan qayrilib borib
Abvoga borib ziyorat qilganlar. U yo'l bo'lmagan Abvo. Hudaybiyadan qaytishda yo'l bo'lmagan, yo'ldan yana necha kilometrdir qishloqqa kirilgan. Nimaga ziyorat qilganlar? Qabrni ziyorat qilishda unsi ulfatlik bor. Unda boshqa bir ruhoniy, botiniy aytaylik aloqalar bo'ladi. Hammada ham bo'lmaydi. O'z egalarida bo'ladi. Mana shu e'tibordan qabrlar ziyoratida demak manfaat bo'ladi va qabrlar eskigani bilan ruhning qabrdan aloqasi uzilib qolmaydi. U yillarga bog'liq emas u. U darajatga bog'liq. Masalan, ba'zi bir qabrda o'lik chirimasligi mumkin. Ikkinchi birda o'lik jasad chirisa ham lekin ruhning bog'liqligi bardavom bo'lishi mumkin. Qaysi bir qabrda ruhning bog'liqligi balki uzilar. U bizga g'ayb hammasi. Lekin Musa alayhissalom qabrida necha ming yildan keyin namoz o'qiyaptimi? Rasul akam alayhissalatu vassalom yarim asr o'tib onalarning qabrlarini ziyorat qilyaptilarmi? Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning qabrlarining yoniga oradan 10-20 yil o'tib Hazrat Umar o'zini qo'ydiryaptimi? Demak, qabr hayoti bir xil bo'lmaydi, bardavom bo'ladi. Mana shu asoslardan kelib chiqib ulamolarimiz aytadilarki, demak qabr ziyoratida boshqa manfaatlar bor. Biz unga keyin to'xtalamiz inshaalloh. Shu joyda yana bir savol paydo bo'ladi ustoz. Mana qabr egalarini haqqiga duo qilish lozimligi, lobutligini hamma biladi. Buni hech kim bu masalada bahs ochmaydi-yu, lekin qabrni yoniga borib qabr egalarini barakatidan, hurmatidan duo qilish masalasi juda uzoq vaqtdan beri ko'tarilib keladigan masalalardan biri. Bahsli masala. Bu masalaga bizni to'g'ri e'tiqodimiz bo'yicha qanaqa qaraymiz? Endi Alloh subhanahu va taolo zamonlarni, makonlarni o'zi istagan omillar bilan barakotli qilishi bor. Masalan, Makka mukarrama Ka'batulloh bilan muqaddas bo'lsa, Madina Munawvara mana ba'zi mazhablar o'zi fuqarolarning nazdida ixtilofli, lekin Hanbaliylarda xususan Madina ham xuddi Makkani singari haram nimalar man qilinadi. Ov va hokazolar man qilinadigan hudud. Madina nima bilan haram bo'ldi? Rasul akam alayhissalatu vassalom bilan haram bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom borishlaridan oldin Madina Yasrib degan bitta oddiy shahar edi, xurmozor edi, qishloq edi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom dafn qilinishlari bilan Madina haram bo'ldi. Endi u joyni ziyoratiga odamlar talpinadigan bo'ldi. O'sha ziyoratni qasd qilib borib odamlar o'shadan ruhoniyat, sukunat topib kelyapti. Uni birov inkor qila olmaydi. Borgan odam o'zi his qiladi. Bu Rasululloh akam alayhissalatu vassalomga xosmi desa, endi haram bo'lishi Rasulullohga xos. Lekin vafot etgan kishining qabri bir joyda bo'lsa, shuning barakoti bo'lishi, shuning barakotidan Alloh shu manzillarga, shu yurtga rahmatini yog'dirishi bu bor narsa. Buning muqobilida masalan Rasululloh akam alayhissalatu vassalom aytdilarki, Samud halok bo'lgan joydan o'tayotganda, bu Allohga isyon qilgan odamlar yashab o'tgan makon, bu yerdan hushyorroq o'tinglar, tezroq o'tib ketinglar dedilar. Ha? Nimaga desa, shu yerda shu gunohlar bo'lgani uchun shuni kasofati bor shu yerda. Buning aksi ham bo'lishi mumkinmi? Solih insonlar yashab o'tgan, ular qo'nim topgan joyda Allohning rahmati bardavom bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Kim uni inkor qiladi? Endi agar mana shundoq ekan, masalan oddiy aytiladiki, mana hozirgi kunda buni fan bilan ham isbotlashga masalan dalillar keltirishyapti. Oddiy misol suv. Suv yaxshi gapdan ta'sirlanib bu ijobiy shakl olishi mumkin, tarkibi salbiy bo'lishi mumkin. Demak, modda ruhoniyatdan ta'sirlanyaptimi? Shu suvga mana Ibn Qayyim rahmatullohi alayhining gapi bor. Men Makka mukarramada kasal bo'lib qolganimda Zamzamni olib o'shunga Fotihani o'qib ichdim, yaxshi bo'lib qoldim. Keyin bir qancha odamga tavsiya qildim, yaxshi bo'lib qoldi degan. Hozir endi o'rganishsa suv ta'sirlanar ekan so'zdan. Suv ta'sirlanar ekan. Nega bino ta'sirlamaydi? Bino ham ta'sirlanishi mumkin. Shuning uchun ibodatlar, zikrlar bo'lgan makonlar, masjid, madrasalarda hozir ham borsiz, hozir masjid bo'lmasa ham shu joyda oldingi zikrlarni bir fayzi bo'ladi. Yoki aksincha gunoh, isyon bo'lgan hududlarga kirsangiz, shu yerda haligidek qorong'ulik bor. Mana bu ma'naviy borliqqa biz iymon keltirganmiz. Musulmon odam iymon keltirgan bo'ladi bu. Ma'naviy, ya'ni modda ortida ma'naviy borliq, ruhoniyat borligiga biz iymon keltirganmiz. Insonning o'zi shunaqa-ku. Tanasi bor, ruhi bor. To'g'ri, insondagi ruh mana bu jonzotlarda yo'q. Lekin Alloh yaratgan bu mahluqotlar
bular ham zikrda. Qur'oni Karimda aytiladiki, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yer va osmondagi hamma narsa, jonli u jonsiz hammasi Allohga tasbih aytadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bir qabrning tepasidan qabrdan o'tayotib bir daraxtni sanchib qo'yganlar. Shoxini, xurmoni shoxini sindirib sanchiganlarda bu qabr egasiga azob bo'lyapti ekan. Mana bu navdalar quriguncha bularni tasbihidan ajab emas, qabrdagilarning azobi yengillasa deganlar. Oddiy bir shoh shabodaning tasbihidan mayitga manfaat bor ekan, mantiqan olib qarang. Demak, ruhoniy bog'liqlik qabr bilan bog'liq bo'ladi, mavjud bo'ladi, bardavom bo'ladi. Shuning uchun solih insonlar yashab o'tgan, ibodat qilib o'tgan makonlarda o'sha fayz, barakot bor. Unga borib sig'inilmaydi. Makka mukarrama Ka'baga borgan odam Ka'badan bir ruhiy quvvat olar ekan, taskin olar ekan, u to'r burchak Ka'bada emas gap. Gap Alloh subhanahu va taoloning shu yerga rahmati, fayzi, barakoti yoqqanida. Endi xuddi shuni singari ibodat, zikr bo'lgan joyga Allohning rahmati yog'ishi, yana vafot etgan kishilarning qabriga Allohning rahmati yog'ishi bu hadislarda kelgan haqiqat. Endi bir odam qabr ziyoratida bunga borganda shu yerda o'sha ruhoniy bir sokinlik, ilohiy bir quvvatni borib guvohi bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Ka'baga borib men ruhan qalbim bir poklanib keldi degan odam to'r burchak o'sha Ka'bai muazzamaning binosini Allohga shirk keltirgan bo'ladimi? Yoki Alloh o'shaga tushirgan quvvatdan bahra olgan bo'ladimi? Alloh tushirgan quvvat, Alloh barakotli qilgan joyga borib shu yerdan quvvat olyapti, bo'ldi. Qabrlarda shunga o'xshash holat bo'lganmi desa, bo'lishi mumkin. Solihlar bor joyda ular o'ligida ham, tirigida ham Allohning rahmati bo'lishi mumkin. Masalan, solih inson siz ziyoratiga borganingizda qalbingizda siz sukunat his qilasiz. U odamdagi ruhoniyatdan sizga o'tadi. Aksincha fosiq insonlarga yaqin yursangiz, ulardan ta'sir o'tadi, to'g'rimi? Endi solih insonlarning tirikligida fayzi bor ekan, o'lgandan keyin agar qabri bilan aloqasi bo'lib turgan bo'lsa, bo'lishi mumkin o'sha joyda ham shunaqa fayz. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Buni birov tajribada ko'rsa, sen shirk keltiryapsan deya olmaysiz. Men borsam shu qabrda shu bir fayz sezdim deyish mumkinmi? Mumkin. Buni ulamolar, katta ulamolar aytgan. Imom Zahabiy yana boshqa ulamolarning kitoblarida o'nlab misol keltirish mumkin. Eng mashhur o'sha Ma'ruf Karxiyning qabri haqidagi gap. Imom Zahabiy aytadilarki, Ma'ruf Karxiyning qabri duo ijobat bo'lishida nihoyatda tajribada sinalgan joydir deganlar. Mujarrab. Ya'ni duo shu kishining qabrini oldida ko'pincha qabul bo'lgan. Hatib Bag'dodiy Imom Shofiiydan keltiriladi. Imom Shofiiy Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qabrlari oldiga kelib duo qilganlarda ko'pincha ijobat bo'lganini hayotda ko'rdim degan. Borib u o'likdan yordam so'ramaydi u yerda. Borib Ka'baga borgan odam toshga ibodat qilmaydi-ku. Binoga yoki Ka'ba po'shga ibodat qilmaydi-ku, Allohga ibodat qiladi. Lekin shu makonning barakotidan u umid qiladi. Xuddi shuni singari solih insonlarning qabrini ziyoratida bir qancha jihatlarda manfaat bor. Misol uchun o'sha zotlarga Allohning rahmati bardavom bo'lib turgan bo'lsa, o'sha barakotdan nasib olish mumkin. O'sha joyda fayzni tajribada ko'rgan. Ikkinchisi, masalan, ruhoniyat olamida ruhlar tirik deyapmiz-ku. Ular sizni duoyingizda amin deb turishi ham mumkin. Siz Allohga duo qilasiz, u yonida ular amin deb turishi mumkin. Uchinchidan, solih insonlarga, umuman insonga yaxshilik qilishda savob bormi? Bor. Vafot etgan kishilarga yaxshilik qilishi mumkinmi deganda Rasululloh akram alayhisalom ha deb turib bir qancha amallarni ko'rsatganlar. To'g'rimi? Shular ichida duo bor, istig'for aytish bor, haj bor va hokazo. Keyin unga ilova qilinadi qiyosan tilovat, solih amallar, sadaqa bor hadislarda. O'tgan odamga yaxshilik qilish mumkinmi? Mumkin. Yaxshilik qilish, o'tgan odamga yaxshilik qilish savobmi yo savob emasmi? Tirikka qilingan yaxshilik savob bo'ladi-yu, o'tganga qilingan yaxshilik savob bo'lmaydimi? Nima uchun tiriklarga qilingan yaxshilikda savob bor, o'tganlarga yaxshilik qilsa savob yo'q deyish kerak? Nima uchun? Nima asos? Yo'q, o'tganlarga qilingan yaxshilikda ham savob bor. Siz borib bir solih insonning ziyoratiga borib shu odamning haqqiga duo qilib, o'sha tilovat qilishingiz u kishiga qilinadigan dasturxon hisoblanadi, hozirgi til bilan aytganda. Tirik odamga dasturxon olib borsangiz, u moddiy tanasi bor uchun unga moddiy narsani uzatib uni bahramand qila olasiz. Ammo moddiy tanasi yo'q bo'lgan vafot etgan kishiga siz moddiy narsa bilan unga bir bahramandlik bera olmaysiz. Unga bahramandlik, unga ozuqa ma'naviy narsa bilan bo'ladi. Shu duo, tilovat bo'ladi. Vafot etgan ulug' zot, Allohning do'sti deb bilasiz.
olim deb bilasiz. Qabrlarni ziyorat qilib, u kishini haqqiga qabrlarni ziyorat qilib, unsi ulfat, yaqinlik bilan haqqiga duo qilib tilovat qilsangiz, u kishiga qanday yaxshilik qilgan bo'lasiz? Juda ulkan bir dasturxon qilgan bo'lasiz. Go'yoki shu yaxshilikni Alloh mukofotlaydimi, mukofotlamaydimi? Nega siz tirikka qilgan yaxshiligingiz uchun sizga Alloh mukofot berib, o'tgan marhumlar haqqiga qilgan yaxshiligingizga Alloh sizga mukofot bermasligi kerak? Nega? Beradi. Har bir yaxshilikda ajr bor dedilar, to'g'rimi? O'tganlarning haqqiga qilingan yaxshilik, tilovat, duolarda yaxshilik bor, ajr bor. Mana bu olimlarning ziyoratlarini qilib, ularning haqlariga ziyoratlarida turib, tilovat bilan bahramandlik berib, mana Imom Shofiy aytadilarki, tilovat qilingan joygacha Allohning rahmati yog'ar ekan, qabr oldida tilovat qilsa, Allohning rahmati o'sha qabr ahliga mo'lkul bo'ladi. Siz shu yaxshilikka sabab bo'ldingiz. Uyingizda o'qisangiz ovozingiz yetib kelmayotgandi. Ham haligidek uns, yaqinlik bo'ldi, ehtirom bo'ldi, haqlarga duo bo'ldi. O'sha ulug' zotning haqqiga siz xizmat qildingiz, yaxshilik qildingiz. Alloh albatta mukofotlaydi. Mana bu jihatlardan ziyoratning mazmun mohiyati nihoyatda chuqur. Ammo e'tiqodi islom e'tiqodidan, asoslaridan, islomiy ilmlardan uzoqlashgan xalq odamlar solihlar qilgan ba'zi bir amallarning zohirini ushlab, ba'zi bir jihatini olib, botinini unutib, ki uni noto'g'ri shaklda bid'at xurofotga aralashtirsa, bu amal o'zi butunlay mumkin emas, nojoiz bo'lib qolmaydi. Odamlar namozga bid'at qo'shgan, misol uchun. Yo'inki masjid qurilishida bid'atlarni qo'shib yuborishi mumkin. Voy, masjid qurishda bid'at qilishyapti, noto'g'ri naqsh yozib qo'yib yuborishibdi, deb masjidni buzib yuborish kerakmi? Naqsh topib tashlang shu noto'g'ri naqshni. Bo'ldi. Qolgan masjid tursin, namoz o'qisa bo'ladi. Namozning o'zi asli toza amal, namoz bor-ku. Unga birov bid'at qo'shib bo'lsa, namozni tark etish kerakmi? Yo'q. Qabr ziyorati shariatda joriy qilingan amallardan, unga bid'at aralashsa, nega uni ziyoratni bir yo'l tark qilish kerak? Bid'atni yo'qotsin. Biz ham qarshimiz o'sha bid'atga, xurofotga. Biz ham uni yomonligini bilamiz. Lekin uni yo'qotish uchun qabr ziyoratini bir yo'l man qilish degan gap yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom qabr ziyoratdan qaytarganlarida mushriklarning qabrlarini ziyoratdan qaytarganlar. Musulmonlarning qabrini ziyoratdan hech kim qaytarmagan. O'sha bid'at xurofotlar bo'lganda ham ulamolar qabr ziyoratlarini bir yo'li man qilmagan. Qabr ziyoratiga qarshi kurash bu siyosiy harakatning bir qismi. Bu o'sha Najdda paydo bo'lgan toifa o'sha vaqtdagi Usmoniylar hukmronligidan mamlakatni ajratib olish uchun ma'lum g'oyalarga, ma'lum motivlar deymiz, turtkilarga muhtoj bo'lgan. Shunda shu qabr ziyoratini shunaqa bir vahimaga narsa qilib ko'tarib chiqib, shu orqali haligidek bid'at bo'lyapti, shirkka qarshi kurashamiz degan g'oyalarni dastaklash uchun topilgan gaplar bular. Asli islom ulamolarining ijtihod, ilm bilan aytgan gapi emas bu. Qabr ziyoratini yomonlashga, vasvasaga aylantirgan vasvasa gaplar. Xullas, qabr ziyorati Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sahobalar davridan beri bor. Rasul akram alayhisolatu vassalomdan keyin u zotning qabrlarini sahobalar ziyorat qilisharmidi? Qilishardi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu kelib Rasul akram alayhisolom qabrlarida turib salom berardi. Assalomu alaykum alayka ya Rasululloh. Va hokazo. Nimaga ziyorat qilgan? Nimaga u zotning qabrlari saqlangan? Hozirgacha ziyorat qilinadi. Haj kitoblarining oxirida doimo fuqaholarimizning u necha asrlardan beri yozayotgan hamma kitoblarida Madina ziyorati va Ravza ziyorati alohida odoblar o'rgatiladi. Nima uchun? Shariatda ziyorat bor. Baqiyaning ziyorati Rasul akram alayhisalom o'zlari joriy qilgan amal. Hazrat Oysha roziyallohu anha akalari vafot etganda 3 kun qabrini oldida 3 kun kapa tikib o'tirib zikr qilib ibodatda bo'lganlar. Qabrga sig'inmaganlar. Unga manfaat yetkazmoqchi bo'lganlar. U bilan unsi ulfat sodir bo'lgan. Keyin ham Oysha roziyallohu anha Rasul akram alayhisolatu vassalomning yonlarida bo'lgandan doimo bahramand bo'lganlar. Keyin masjid kengaygan paytda mana hozir Qubbatul Sahroda, Qubbatul Hazroda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hujralari, qabrlarining tepalariga qo'yilgan zangori gumbaz bor-ku. Shunda bir tuynuk bor. Shu tuynuk hozirgacha ochiq saqlanadi. Nima uchun shu tuynuk? Bir maqola yozganman, men qo'yganman. Rasul akram alayhisolatu vassalomdan keyin istisqo namozini o'qishgan, yomg'ir so'rab. Shunda Oysha roziyallohu anha yana bitta amalni o'rgatganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning qabrlarini, yuzlarini ro'parasidan tomdan osmonga yo'l ochib qo'yinglar. Ajab emas, shuni barakotidan Alloh bizga yomg'ir yog'dirsa deganlar. Masjid kengaytirilayotgan paytda
onalarimiz uylarini buzish kerak bo'lgan. Ummu Salama roziyallohu anha, Hafsa roziyallohu anha uylarini buzib ko'chirish kerak bo'lgan. Shunda onalarimiz dastlab unashmagan. Biz Rasul akam alayhissalatu vassalomdan uzoqlashmaymiz deyishgan. Shunda yo'q iloji yo'q, endi masjid kengaymasda masjidni kengaytirmasak bo'lmaydi deyishgan. Shunda ular bitta shart qo'yishgan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning ravzalariga bizga ochiq tuynuk qo'yib berasizlar degan. Bizga uy qilsanglar, devorimiz o'sha tomonda ochiq bo'lsin. Rasul akam alayhissalom qabrlariga biz yuzlanib turaylik. Nima uchun bo'lgan? Hammasi asli islom e'tiqodi qabr hayoti yo'qlik emas bu. Ammo yarim moddalashgan e'tiqod egalari buni inkor qilgisi kelaveradi. Iordaniyada Shuayb alayhissalomning qabri bor. Yana boshqa joylarda payg'ambarlarning qabrlari saqlangan, bir qancha payg'ambarlarning qabrlari. Shu joylarni sahobalar fath qilgan paytda borib shularni buzmagan, yo'qotmagan. Undan beri ham shu hozir bidatshunoslarimiz, mana shu shirk ofobiyaga uchragan odamlar paydo bo'lgunicha 1000 yil osha musulmon ulamolar, amirlar shu shirk bilan tavhidni farqiga bormaganmi? Shu paytgacha hamma xato o'ylab, endi bitta shunaqa yo'l haqiqat topib qoldim. yo'q, aksincha bu ishlarni mazmun mohiyatini ular yaxshiroq anglagan. Shuning uchun ziyoratni biz e'tiqod jihatdan olib qaraganimizda qabr hayoti yo'qlik emas. Va qabr hayotining darajalari har xil bo'ladi. Bunga oyat hadislarda dalillar yetarli. Va qabrlar ziyoratida alohida manfaat bor. Haqqiga duo qilish, oxiratni eslatish manfaatlardan biri. Lekin undan boshqa manfaatlar bor. Hozir eslab o'tganimizdek o'zaro muloqot bo'lishi mumkin. Yana vali zotlarga Alloh kashf qilishi ham mumkin. Masalan, sahobalardan biri qabrdan tilovatni eshitdi. U ham eshitmaydi uni. Shu sahoba bilan yonida ikkinchi odam birga dam olgan deylik, shu joyda uxlagan deylik. U odam eshitmagan bo'lishi mumkin. Chunki Alloh barzahdan xohlagan odamiga g'aybni ochadi. Xohlamagan odamiga ochmaydi. Ikkita odam turadi, bittasi ko'rib, bittasi ko'rmaydi. Mana hozir ham jinkashlar bilan gaplashasiz, ba'zi odamlar ko'zingda odam ko'rinyapti deydi. Ha? Jin tekkan odamlarda bo'ladi. Shu odam bilan siz o'tirgan bo'lasiz. Qani deysiz, mana deydi. Mana o'nga tushyapti, mana deydi. Siz na ovozni eshitasiz, na uni o'zini ko'rasiz. Ammo mana bu odamga shu jin ko'rinadi, eshitiladi ovozi. Nomoddiy olam bilan muloqotni Alloh mana shunday tartiblab qo'yishi oddiy hol. Kimgadir ko'rinib, kimgadir ko'rinmasligi. Shu mazmunda bir qancha vali zotlar, ulug' avliyolar, ulamolarning qabrlarini ziyorat qilganda ularning qabrdagi hayotlari bardavom ekaniga Alloh kashf qilgan guvoh bo'lishgan. Masalan, Hazrat Bahovuddin Naqshbandiy rahmatullohi alayh G'ijduvoniyning ziyoratlariga borganda men ruhoniyatlar bilan gaplashdim degan. To'g'rimi? Mashhur juda. O'shandan u kishini Uyasi degan laqabi ham bor. Hazrat Bahovuddin Naqshbandiydek solih insonni, vali zotni yolg'onchiga chiqarish mumkinmi? Yo'q. Kim bitta u kishi emas unga o'xshagan gapni aytgan. Kitoblarda keladi, qabristonga kirganim, qabrning ustida odamlarni ko'rdim, qabrning ustida o'tirishgan ekan chordana qurib deydi. Kimlargadir Alloh shu qabr hayotini ko'rsatadi. Qabristonni saqlash, qabristonni ehtiromi nima uchun? O'sha ruhoniy, unga ruhoniyatning aloqasi borligi uchun o'zi asli. Haligindek solih insonlarning qabrlarini ziyoratida mana shu haqiqatlar yodda bo'ladi. Va e'tiqodimiz shuki, birinchidan ular qabrida, ayniqsa mana ulamolarning qabrlari saqlanishining bitta sababi shu ziyorat qilgan ba'zi bir solihlar shularning qabr hayotlari o'ziga xos ekanini, bardavom ekanini Alloh ularga bildirgan ular. Shundan mana shu joylar saqlanadi. Ikkinchi bir e'tibor bor. Ulamolar aytadilarki, ummatga ota bo'lgan, yetakchi bo'lgan insonlarni ziyorat qiluvchilar asrlar osha davom etadi. Ammo oddiy insonlarni nari borsa nabirasi ziyorat qiladi. Undan keyin hech kim tanimaydi uni. Bir-ikki avlod. Bir-ikki avloddan keyin birov opa, masalan, katta opa deysiz, ziyoratga bormaysizda, o'z otasinikiga zo'rg'a boradi hozir. Mana shunaqa bo'lgandan keyin ziyorat qilaman desa, bobosini qabrini, otasini qabrini bitta-ikkita avlod saqlaydi-ku. Endi ummatga, butun jamiyatga ota bo'lgan kishilar, yetakchi ulamolar, mashoyixlarni ulardan keyin 200, 300, 500 yildan keyin ham kishilar ziyorat qilgisi keladi. Mana shunday odamlarning qabri saqlanadi. Islomni eslatib turadigan, ilmni tarannum etgan kishilarning qabri saqlanishida jamiyatga manfaat bor. Qaysi nuqtai nazardan? Ularning qabrlarini ko'rganda, mana Imom Buxoriyni masalan hozir qabrlari bor. Obod qilinyapti mana. Faraz qiling, shu qabr bo'lmasa, natija qanday, bo'lgani qanday?
bo'lgani uchun shu yoqqa odamlar ziyoratga boradi, Imom Buxoriyni o'rganadi, kitoblarga rag'bat qiladi va hokazo va hokazo. Bobomiz shunday inson bo'lgan ekanlar deydi. Qabrni ko'rganda o'zini o'nglayveradi, kerak bo'lsa. To'g'rimi? Bitta ikkitasi borib johillik qilsa qilar, lekin umum jamiyat ulug'larning qabrini ko'rganda o'zini o'nglaydi. Shunday insonlar Allohni avlod ekanmiz. ularning qabrlari ham Allohni eslatadi. Ilmni eslatadi. Mana bunday ramzga aylangan kishilarning qabrini saqlashda jamiyatga ham manfaat bor. Endi aynan ziyoratchilarning manfaat olishida esa borganda o'sha ularga Allohning rahmati nozil bo'lishidan umidvorlik bor. Va bundan ziyoratchiga ham manfaat yetishishi umidvorligi bor. Keyin ularga haligindek yaxshilik qilish, duo qilish, ularga bir farzandlikni, shogirdlik burchini bajarish ma'nosida ularga haligindek yaqindan turib Allohdan rahmat so'rash, ularga yaxshilik qilish bo'ladimi? Ularning huzurlarida tilovat qilib rahmatlar ziyoda bo'lishiga xizmat qilish, ularga xizmat hisoblanadimi yaxshilik? Bu jihatdan ham Allohdan ajr olinadi. Va bunga o'xshash bundan ulug' darajalar bor endi. Masalan, ba'zi bir valiy zotlar o'sha qabrdagi kishilarni ziyoratiga borganda qabr ularga kashf bo'lishi ham mumkin. Hazrat Bahovoddinga muyassar bo'lgandek, yana boshqa zotlarga bo'lgandek. Buni haligindek moddiyatga fikri bog'lanib qolgan kishilar qabul qilishga birpas qiynalishi mumkin, lekin haqiqat. Va biz bundan katta g'ayri oddiy ishlarga iymon keltirganmiz. Merojga iymon keltirganmiz. Isroga iymon keltirganmiz. Undan ham kattasi vahiyga iymon keltirganmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga vahiy kelishi, farishta Allohdan xabar olib kelishiga iymon keltirganmiz. Bu qabr bilan bo'ladigan ruhoniy ba'zi bir munosabatlar biz uchun oddiy narsa ular. Biz undan katta ruhoniy hodisalarga iymon keltirganmiz. O'shuning uchun Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu aytganlar-ku, Meroj haqida Rasululloh shunday degan bo'lsalar, rostdan bo'lgan, men ishonaman deganlar. Ishonaverasanmi shunga desa, undan kattasiga ishonganman, vahiy kelishiga ishonganman. Qabr ziyoratidagi ba'zi bir ruhoniy holatlarga iymon keltirish biz uchun muammo emas. U biz uchun oddiy hol. Shunaqa bo'lish kerak o'zi asli. Chunki ruhlar yashaydi. O'tganlarga savob bag'ishlash nimadan bo'lmasa? Imom Buxoriy Adabul Mufratda keltirganlar. Ruhlarning darajasi ko'tariladi qiyomat, qabr hayotida. U yo'qolib ketgan bo'lsa qayerdan ko'tariladi? U bor hayot kechiryapti, shuning uchun ko'tariladi. Oyat karimada Oli Imron surasida shahidlarning gaplashuvlari, o'zaro bir-biri bilan suhbatlari hikoya qilinadi. Bizga berilgan darajalarni qani endi hayotda qolgan, orqamizda qolganlarga aytsak edi, deb yetkazib olsak edi deyishganda, Alloh vahiy qilib sizlarga ularning gaplarini yetkazdi dedilar Rasululloh alayhi vasallam. Shahid bo'lganlar tanasi yo'qolib ketgandi, lekin oxiratda ularning hayotida juda yuksak hodisalar, maqomlar bor ekan. Va hokazo, ya'ni dalillar son sanoqsiz. Shuning uchun biz qabr ziyoratida mana bu e'tiqodlar bilan biz qabrlarning ziyoratiga rag'bat qilamiz. Ammo borib u yerda shirk amalini bajarish, qabrga sig'inish, birovga sajda qilish degan gaplar, ular bid'at, xurofot, shirk bo'lar. Lekin ularni bartaraf etish uchun shariatda joriy qilingan bitta amalni bekor qilishga urinish, bu xato hisoblanadi. Shu bilan birgalikda qabrlar ziyorat qilganda u olamni tarixini o'rganib, qoldirgan meroslari masalan eng zo'r joyi. Masalan, siz Imom Buxoriy haqlarida yoki Hazrat Naqshbandiy haqlarida masjidda o'tirib ham gapirishingiz mumkin. Uyingizda o'tirib ham gapirishingiz mumkin. Ammo ziyoratga olib borib gapirsangiz boshqa bo'ladi. Ko'proq esda qoladi. Esda qoladi, manfaatli bo'ladi. Masalan, Buxorodagi Chorbachur majmuasida masalan 4 ta Abu Bakr rahimahullohlar joylashgan. O'zi asli ular Yamandan bo'lgan ekan. Yamandan Chorbachurga kelib, shu yerda Ismoil Samoniy paytida takliflariga ko'ra kelib shu yerda ilm tarqatishganlar. Hadis shunoslik, fiqh shunoslik madrasasi ajratilgan ekan bu yerga. Keyinchalik Chingizxon bostirib kelgan paytlarda ularni qoldirgan meroslarini, qurgan masjidlarini, yozgan kitoblarini yo'q qilib yuborgan ekan. Undan keyin Abdullohxon II davrida, ya'ni Shayboniylarning podshohi bo'lgan Abdullohxon II 1580-yillarda o'sha joyda qorilar tayyorlaydigan madrasaga aylantirgan ekan. O'zi birinchi masjidni qurar ekanlar. Birinchi masjidni o'zini nomiga qurdirgan ekanlar. Yoniga ustozi
xo'ja islom Jo'yboriga ham masjid qurdirgan, ya'ni ikkita joyga o'zi bitta masjid bo'lishi boshqachaku odatda yo'q. lekin birinchi masjidda o'zini nomiga qurdirganda hijolat bo'lib qoladigan ustozini oldida. Keyinchalik o'sha yerdagi olimlar bilan maslahatlashib turib, yoniga ustozini, ya'ni xo'ja islom Jo'yborining nomiga masjid qurar ekanlar va masjidni o'zini masjiddan yuqori sal baland qilib qurar ekanlar ustozini hurmatiga ko'ra, va tepasidagi gumbazini ham ancha muncha joyda takrorlanmaydigan bitta gumbaz qilgan ekanlar. Bitta gumbaz qilib turib, uni tepasiga yana bitta gumbaz. Odatda gumbaz bunday bo'lsa, Bitta bo'ladi. bitta u gumbaz Chorbachirdagi ikkinchi masjidning gumbazi bunday bo'lib turib, uni ustiga yana bitta gumbaz qurgan ekanlar. O'sha joylarda 1580-yildan 1940-yillargacha qorilar tayyorlaydigan madrasa sifatida faoliyat yuritgan ekan va shu darajada qorilar ko'p chiqqanidan o'sha ikkinchi masjidni, ustozini masjidning shimol tarafiga 1000 ta qori dafn qilingan ekan. Ya'ni Hazor qori qabristoni deb aytilinadi. O'sha qabristonga qori dafn qilinishligi uchun Qur'oni Karimni shu bir kechani o'zida boshidan oxirigacha yoddan xatm qilib berish shart bo'lgan ekan. Keyin o'sha masjidda yana bir xususiyatlari, o'sha masjidda sal uzoqroq tarafida qamishzor qilingan ekan. O'sha qamishzordan yer osti yo'liga o'xshatib, har bitta xonasini hujrasiga yozda sovuq mayin shabada, qishda iliq shabada kelib turadigan darajada shunaqa qilib olimlar shunaqa masjid qilishgan ekan. Ziyoratchilarimizga Toshkentdagi ziyoratlarimiz yakunida shu Buxoro, Samarqandlarda borsanglar shunaqa joylar bor deb aytib berganimizda, ularda aytgan fikrlari, ziyoratinglarni boshqalarga e'lon qilishdan oldin bizga e'lon qilinglar, o'sha yerga biz qolib ketib qolmaylik deb fikr bildirishdi. Birinchi bo'lib Suzuki ota majmuasidan boshladik. Suzuki ota rahimahulloh o'zlari hozirgi Qozog'istonga qarashli avvallari Turkiston deb atalgan o'sha joyda tavallud topgan ekanlar. Ahmad Yassaviy rahimahullohning bitta qizlari bo'lgan va o'sha qizlarining farzandlari bo'ladigan, ya'ni Ahmad Yassaviy rahimahullohning nevaralari hisoblanar ekanlar. Asl ismlari Mustafaqul Hoja bo'lganlar. Ahmad Yassaviy rahimahullohga ko'p xizmat qilganliklari sababidan Ahmad Yassaviy rahimahulloh Suyukligim, Suzugim deb chaqirganliklaridan xalq orasida Suzuki ota nomi bilan mashhur bo'lib ketgan ekan. 25 yoshlariga yetganlarida otalari Ali Xo'ja rahimahullohning tavsiyalariga binoan hozirgi Suzuki ota majmuasida joylashgan, oldinlari yaylovli joy bo'lgan ekan, o'sha joyga keladilar va o'sha yerda 5 yil aynan Yassaviy tariqati asosida talab ilmlarga ilm tarqata boshlaydilar va 5 yildan keyin yana qaytib Turkistonga qaytib ketadilar va otalarining tavsiyasiga binoan to'liqligicha Turkistondan Toshkentga oldinlari Shosh deb aytilgan o'sha joyga 30 dan ziyod hunarmand oilalar bilan ko'chib kelar ekanlar va o'sha Suzuki ota majmuasidan hozirgacha hunarmandlar yetishib chiqar ekan. Va keyinchalik Ahmad Yassaviy tariqatida ilm bilan birgalikda kasbni o'rganishga targ'ib qilinganligi uchun Yassaviy tariqatiga kirganlar ilm bilan birgalikda hunarmand, ya'ni kasb egasi bo'lib chiqar ekanlar. Keyinchalik Suzuki ota rahimahulloh avliyozod bo'lganlar. O'zlari ham o'sha yerga dafn qilinganlar va oyoq tomonlarida shogirdlari Qovus ota degan olim bo'lganlar. Keyinchalik Suzuki ota rahimahullohning xalifasi bo'lib tariqatini davom ettirgan olimlardan bo'lgan. O'zi asli Shomdan bo'lgan ekan. Qovus ota rahimahulloh Shomdagi bir podshohning o'g'li bo'lar ekanlar. Tug'ilganda kasal bo'lib, ya'ni yura olmaydigan kasal bo'lib tug'ilgan ekan. Keyin podshoh shu farzandimni shu Buxoro taraflarga yuborsam, shu Abu Ali bin Sinoni vafot etib ketgan bu paytlarda keyin shogirdlari tabib bo'lsa shularga davolatsam deganda shu Mavoron Nahr diyorlariga yuborar ekanlar. Keyin kelishda Toshkentdan o'tar ekan. Shu Suzuki ota rahimahullohni oldiga kirib o'tishganda Suzuki ota rahimahulloh Qur'onning Baqara surasidagi 5 ta oyatini o'qiganda tuzalib ketgan ekan. Ya'ni bu avliyozod bo'lganligiga dalil bo'ladi. Va o'shandan keyin Shomni podshohi nazr qilgan ekan, agar farzandimni kim davolaydigan bo'lsa, o'shanga farzandimni tarbiyasini topshirdim deb. O'shandan keyin Qovus ota Suzuki ota rahimahullohga shogird tushib, xalifalik darajasiga yetar ekanlar. Qabrlari ham Suzuki ota rahimahullohning qabrlarining oyoq tomonlarida joylashgan. Suzuki ota rahimahullohning o'zlarini qabrlarida
o'zlarini ayollari hunarmandchilik bo'yicha o'zini ustozlari va ikkita farzandlari joylashgan. Va keyinchalik o'sha qabrini ustiga maqbarani Amir Temur yurish qaysidir davlatga yurish qilishidan oldin Toshkentga sarkardalarni to'plagan paytlarida shu yerda ozroq kasal bo'lib qolib ketgan paytlarida Toshkentdagi ko'p joylarda ko'p olimlarni qabrini ustiga maqbara qurdirgan ekanlar. Xuddi shunday Suzukata rahimahullohning qabrlarining tepasiga ham maqbara qurdirganlar. Keyinchalik Amir Temur rahimahulloh va maqbaralarining to'g'risiga masjid qurdirgan. U masjid yaqingacha Toshkentdagi eng katta gumbazga ega bo'lgan masjid sifatida faoliyat yuritgan ekan, to bolsheviklar bosqini davriga qadar. Keyinchalik Suzukata majmuasi 2017-2018-yillarda qaytadan yana ta'mirlanib, joylar kengaytirildi. Amir Temur qurdirgan masjid asosi saqlanib qoldi. Ichkariga mehrobni oldida kirsanglar, devorlari qalin, oldingilar qurdirgan masjidlar o'zi devorlari qalin bo'lgan va Suzukata rahimahulloh keyin Ko'kcha masjidida dafn qilingan Shayx Zayniddin bobo rahimahullohni bilan bir zamonda yashagan ekanlar. Suzukata rahimahulloh 1140-yillarda tug'ilgan bo'lsa, Shayx Zayniddin bobo rahimahulloh 1164-milodiy yillarda tavallud topganlar. O'zi Shayx Zayniddin bobo Suhravardiya tariqati asosida Bag'dod tomonlaridan Toshkentga shu tariqatni yoyish maqsadida kelib, hozirgi Ko'kcha majmuasiga joylashib, shu yerda tariqatni yoyganlar va Suzukata rahimahulloh bilan aloqa qilib turgan ekanlar. Bular birgalikda, ya'ni aloqada bo'lib turishgan ekanlar va ba'zi tarixchilar aytadiki, Suzukata majmuasi bilan Shayx Zayniddin bobo majmuasi yer osti yo'li bo'lgan ekan deb ba'zi tarixchilar ham aytishgan. O'zi bu shu ziyorat ishida aynan Muhammad Halil domlamizni tanlashimizda sabab ham shu. Bu kishi hozir hamma uchun patr aytyapti, hamma gap boshida deb o'ylamanglar. Bu kishining tanlanishidan maqsad bu kishi mana shu ziyoratgohlar tariximiz borasida juda yaxshi ilmga egalar. Bu yerda aytib berganingiz ham yaxshi. Hozir siz endi bir qism aytib beryapsiz. Odamlar eshitib, haligi bir zavqi bor odamlar tamshanib qolyapti, xudo xolasa. Maqsad mana shu ilmlarni ommaga yoyish, lekin shuni yana ham ruhoniyati baland bo'lishi uchun o'sha ziyoratgohlarni o'zida aytib berilsa boshqa bo'ladi. Keyin mana shu ulug'larni ziyorat qilganimizda Allohning qonuniyatlari bor-da. Masalan, yaxshilik mukofotlar ham jinsidan bo'ladi ko'pincha. Azob, jazolar ham jinsidan bo'ladi. Nimada hayotda bor haqiqatlardan. Masalan, birovga moliyaviy zarar keltiradi, moliyaviy zarar ko'radi. Birovga yaxshilik qiladi, moliyaviy unga mukofot bo'ladi. Ya'ni boylik keladi va hokazo. Shunga o'xshash o'tganlarning ziyoratlarida ularga yaxshilik yetkazishda xuddi ularga ruhoniy, ma'naviy ularga yaxshilik qilyapti-yu. Alloh tomonidan xuddi shunday mukofot ham bandaga beriladi. Ularni xushnud qilganingiz uchun Alloh sizni xushnud qiladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining do'stlarini hurmat qilib, o'zining do'stlarini ulug'lagan kishilarga albatta ajr beradi, ziyoratlarga mukofot beradi. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning sunnatlarida, hadislarda tasdiqini topgan haqiqatlardan hisoblanadi. Ya'ni yaxshilikning mukofoti ko'pincha o'zining jinsidan bo'ladi. O'tganlarga yaxshilik qildingiz, ularga borib duo qildingiz, Alloh subhanahu va taoloning do'stlarini ulug'lash. Masalan, Chorbakir bo'ladimi? Boshqa 7 pir bo'ladilarmi? Yana boshqa ziyoratgohlar mana Shayx Zayniddin bo'ladimi? Odamlar nima uchun ziyorat qilyapti ularni? Badavlat bo'lgani uchunmi? Yo moli mansabi bo'lib, bir mansabdor bo'lgani uchun shu mansab menga ham bo'lsin deb boryaptimi? Yo'q, bor yo'g'i Alloh subhanahu va taologa muqarrab, u zotga xizmat qilgan insonlar bo'lgani uchun, olim bo'lgani uchun, Allohning taqvodor, solih bandalaridan bo'lganlari uchun ularni ulug'laymiz biz. Bu Allohni ulug'lashga kiradi. Alloh subhanahu va taologa aytaylik, bandalik, ehtirom ko'rsatishni ko'rinish hisoblanadi. U haligi Allohdan so'raydigan sig'inish, Allohga yukinish boshqa masala u. U hech kim qabrga borib unaqa qilmaydi. Masalan, men to'g'risi bilmadim, siz ziyoratgohlarda ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz? Men deyarli biz musulmon olamida bu ziyoratlarda unaqa juda vahima qiladigan xato yoki bid'at shirkni masalan men ko'rmaganman. Qaysi ma'noda? U 5-6 ta johilning ishi hisobmas u. Ommatan xalqning tushunchasi ma'nosida.
yoki ilmli kishilarning tushunchasi ma'nosida. Ayniqsa biz yurtlarda haddan oshgan bir yomon holatlar, shirk bidatlar yo'q. Bitta ikkita johil kishilarning qilg'ilari u johilligidan. Ular o'zi namoz o'qimaydi ular ko'p. Odatdan shunaqa johilona ishlarni qiladigan odamlar ibodatli odamlar bo'lmaydi. Ibodatli masjidni tanigan odamlar birortasi qabrga sig'inganini ko'rganmisiz? Yo'q. Men masalan ko'rmaganman. Namoz, niyoz o'qiyotgan birorta odam, musulmon odam mayitga borib ibodat qilmaydi, Allohga ibodat qilayotgan odam. Ular borib ziyorat qilsa boshqa manfaatlarni ko'zlagan bo'ladi. Haligindek ruhoniy taskin his qilgan bir marta borganda, tarixni o'rganish va hokazo. Endi mana shu o'rinda siz bir nuqtani siz aytsangiz, men oldin ba'zi suhbatlarda gapirgan ekanman, lekin siz o'zingiz tomoningizdan shuni bir yoritsangiz, masalan, farzand tarbiyasi borasida shu ma'lumotlarni yetkazish qanday tajribalar bor? Yoshlarga ota bobolarimizni tarixini aytish borasida juda ko'p ilmlarga ega bo'lishlari mumkin ular. Ularni borib tarixini o'rganganda ularni masalan Abdullohxon ikkinchi 250 ta o'sha paytlarda buzuq e'tiqodli insonlar tarqalgan ekan ko'p o'sha davrda. Ustoz bilan maslahatlashganda ustoz aytgan ekanki, buzuq e'tiqodlarni yo'qotishlik uchun avvalo biz madrasalar qurishimiz kerak deganda, Abdullohxon ikkinchi o'sha paytda 250 ta oliy toifadagi madrasalar qurgan ekan. Lekin o'zi Buxorodagi 70% inshootlar Shayboniylar tarafidan qurilgan. Ularni o'rgangan paytda hozir masalan ularni tarixini o'rgangan paytda yosh avlod ularni ko'rib uyaladi masalan qilgan ishlarida masalan hozir masalan Qayoqqa qarab ketib qo'yganini ko'radi-da. Qayoqqa qarab ketayotganini ko'radi. Meni ota bobom shunaqa ishlar qilgan ekan deb turib sal o'g'nashi ham mumkin o'zini masalan. O'zi foydali jihatlari juda ko'p. Masalan tarixini o'rganganda ular masalan ularni qilgan ishlari odatda to'g'ri ishlar qilgan ota bobolarimiz odatda masalan islomga to'liq pashti amal qilgan bo'lsa, yomon yo'llarga kirib ketmagan, agar mabodo xato qilgan bo'lsa ham o'sha xatosidan ilm tarixini o'rganganda ibrat olib o'sha xatoni qilmaydi. Ya'ni tarixni o'rganish alohida bir manfaatli amaliyot. Jumladan xatodan ham ibrat olsa bo'ladi. Xatodan ham ibrat olsa. Aynan shu nuqtani biz ko'proq targ'ib qilgimiz bor. Iloji bo'lsa shuni tashkil qilishinglar kerak. Mana maktab, xususiy maktab bo'ladimi, boshqa maktab. Hatto endi bog'cha bolalar sal yoshlik qilishi mumkin. Maktab yoshidagi bolalar. Keyin institutdagi, kollej, universitetdagi bolalarga ham shu ziyoratni turizmini uyushtirish kerak. Ayniqsa haligi o'smir yoshiga yetib kelayotgan bolalar, o'smir yoshidagi bolalarni tarbiya qilishda ota-ona juda ko'p qiyinchiliklarga ro'para bo'ladi. Gap uqtirish qiyin, fikrini o'zgartirish qiyin, ilmga qiziqtirish qiyin. Mana shu paytlarda uni qalbini yumshatadigan narsa bu mana shu ziyorat bo'ladi. Ulug'larning ziyorati bo'ladi. 10 marta gapirgandan bitta ziyoratga olib borgani manfaatli, 10 barobar manfaatli bo'ladi. Tajribada bu ko'rilgan. Masalan, Imom Buxoriyning ziyoratlariga olib borsa, aytganingizdek hozirgi masjid madrasalarning ziyoratiga olib borib, tarixni o'rgatsa, siz gapirmaysiz. Tarix o'zi tarbiya qilib beradi. Shu go'zal shonli tarix. Ulamolarning ismi ham barakali deyiladi-yu. Ularning ismida ham, ularni eslashda ham Imom Buxoriy, Imom Moturudi, Imom Hazrat Naqshbandiy degandayoq o'zi kishilar nima Allohni eslaydi, kim nimani eslaydi boshqa. O'shuning uchun aynan farzand tarbiyasida farzandlarimizni qadriyatlarimiz asosida buyuk ajdodlarga munosib insonlar qilib tarbiya qilishimiz uchun eng muhim choralardan, eng qulay choralardan biri mana shu ziyorat bo'lsa kerak deyman men. Haligi aytganimizdek juda ko'p harakat va xarajatning oldini oladi. To'g'ri, bunda ham xarajat bor. Lekin bu xarajat 1000 barobar o'zini oqlaydi. Farzandiga oddiy bitta axloqni o'rgata olmayotgan ota-ona shu ulug'lar ziyoratiga olib borsa, sizga o'xshagan ahli ilm odam u yerda biz bir ozgina shu tariximizni tushuntirib bersa, ota-onaning bir qop gapidan ko'ra shu ikki og'iz gap tarbiyaga manfaatli bo'lishi mumkin. Keyin tarixini, mana ulug' ajdodlarimizni, tarix bilan tarixning farqi bor. Tarix o'tmishda hammasi tarix, lekin suyaniladigan tarix bu alohida. O'tmishda nima o'tgan bo'lsa, hammasi oppoq emas. Yaxshisi yomoni bordir. Bu tabiiy.
Ammo biz aytayotgan ulug' zotlar asrlar osha buyukligi, ulug'vorligi e'tirof etilgan, tasdiqlangan va ularning tarbiyalari hayotda o'zini oqlagan mana shunday zotlar. Ularning merosini o'rganish, ularning hayotidan ibrat olish jamiyat tarbiyasida juda katta ahamiyat, yoshlar tarbiyasida juda katta quvvat kasb etadi. Shuning uchun farzand tarbiya qilayotganlar navbatdan bir Xorazmga, bir Samarqandga, bir Buxoroga olib borishsinlar masalan farzandlar. Men o'zim olib borganman. Men o'zim sezganman farzandlarni shu ziyoratga olib borganda, ayniqsa mana Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining ziyoratlarida, keyin Sayfiddin Boharziyning ziyoratlarida sezganman bu farzandlarimizda juda katta o'zgarish. Hayotga qarashlari juda katta o'zgaradi. Keyin mana tarix bilan faxrlana oladigan bo'ladi. O'zining buyuk o'tmishini ardoqlaydigan bo'ladi. Keyin ham kerak bu. Masalan, o'sha farzandlar keyinchalik yurtda biz hozirgi avlod 30-40 yildan keyin ularga joyini bo'shatadi. Ana o'sha vaqtda kelajak avlod o'tmishdagi buyuk allomalarni ardoqlaydigan insonlar bo'lishi nihoyatda muhim. Buning uchun shu ziyoratlar kerak. Kitobni o'zi bir yo'lga, yaxshi u ham, kitob ham o'qish kerak. Yana bitta haqiqatni men eslatib o'taman. Ba'zi kishilarda tushuncha bor. Aytishadiki, qabr ziyoratida nima foyda bor? Uni kitobini o'qinglar deydi. Bu shunga o'xshaydiki, shakarop yeb nima qilasiz? Osh yoring deganga o'xshaydi. Osh shakarop bilan yesolmaydimi? Yoki shakarop bilan osh bilan shakarop bilan osh, ular bir-birini inkor qiladigan narsalar emas, bir-biriga bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan narsalar ular. Ziyorat qiling degani, shakarop yeng degani bo'lsa, misol uchun, osh yemang degani emas uni. O'sha osh yeyishingizga, hazmiga yordam beradi bu degani. Hech kim aytayotgani yo'q, ziyorat qilib, qaytib kelib, bilganingizni qilib yuring deyotgani yo'q. Bil'aks, aynan ilmga targ'ib uchun. O'sha ulug' zotlarni qalbida o'shalarga nisbatan ehtirom paydo bo'lsa, keyin ularni o'rganasiz-ku siz. Mana bular uchun shu ziyorat kerak-da. Yoki o'zi ko'p ota-onalar hozirgi kunda farzandim o'zi xato odamni o'ziga namuna qilib olyapti. Mana yoshligidan rus sinfida o'qitganmiz, ko'radigan kontentlari, kuzatadigan insonlarning hammasi g'ayridinlar, boshqa millatdagi insonlar. Biz vaqt ajratolmayapmiz, o'ziga xato insonlar namuna qilib olyapti degan shikoyatlar ko'p ota-onalarda. Ayni shu masalani muolajasi ham ziyoratda o'zimizni o'tgan ajdodlarimiz, o'zimizni millatimizdan chiqqan, o'zimizni dinimizdagi, o'zimizni yurtimizdan chiqqan insonlarni ziyorat qilish, haqiqatda ularga to'g'ri insonlarni namuna qilib, mana shu harakatdan yurishing kerak, shu qilgan ishini davom ettirishing kerak degan tushunchani paydo qiladi deb o'ylaymiz. Albatta. Ziyorat qilishda keyin to'g'ri tarixchini ham tanlash muhim deb o'ylayman, chunki ba'zi ziyoratchilar o'ziga gid yollaganda, o'sha yerga borganda Samarqandga masalan Shohizindaga borganimizda eshitib qoldik. U Shohizindada Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu sahoba dafn qilingan. Shohizinda tirik shoh deyiladi-ku, ba'zilar o'lmasdan o'sha bitta g'orga kirib ketgan, o'sha joyga kirib ketgan deb aytishadi ekan. O'zi aslida vafot etganlar-ku. O'shaning uchun ham ziyorat qilganda to'g'ri tarixni biladigan. U kishining tirik shohliklari shahid bo'lgani uchun. Shahid bo'lganligi uchun. Shahidlar o'lmaydilar degan oyatga ko'ra. Shunga ko'ra. O'shaning uchun asli shunaqa, lekin ba'zilar o'lmasdan. Hazrat Naqshbandiyning ziyoratlariga borganimda bir safar, borganimizda o'shada bir amaki, yosh kattaroq odam, Hazrat Naqshbandiy rahmatullohi alayhini tanishtiryapti. Tanishtirganda endi kitoblardan uzdi-yuldi ma'lumotlarni o'qib olgan ekan. Naqshbandiy tariqatining asoslarini ham tushuntirib bermoqchi bo'lyapti-da. Ma'lumotlarni oyog'ini osmondan qilib tashladi xullas. Keyin endi siz ham gapiring domla dedi menga. Deydi, keyin men rahmat dedimda, keyin u kishining gaplarini to'g'rilab qo'ydim ko'pini. Endi men bir marta o'sha joyda guvoh bo'lgan, men borligim uchun o'zim guvoh bo'lgan holatda bir isloh qila oldim. Lekin shunaqa bilimsiz odamlar aytganingizdek, haligi odamlar voy desa bo'ldi. Shuning uchun har qanaqa gapni, uzdi-yuldi gaplarni olib keltirib gapiradigan kishilar bir qancha odamlarning tasavvurini buzib turibdi-da. Biz endi bittasiga guvoh bo'ldik. Bu isloh qilishga harakat etildi ham. Ammo sizga o'xshagan, yana shunga o'xshagan madrasani bitirgan, islom ilmlarida asosi bor, asos bilimlardan boxabar kishilar o'zi aynan bu tarixni yoritib berish kerak. Ikkinchidan, amaliy ham bo'lish kerak. O'zi namoz o'qimaydi, vuqufu zamoniy, vuqufu makoniy qilib Naqshbandiydan gapiryapti.
u Hazrat Naqshbandiy bir lahza Allohdan g'aflatda bo'lishni ravo bilmaydigan odamlar bo'lsa, o'shalarni shunday yuksak maqomdagi gaplarini peshonasi sajda ko'rmagan odamlar gapiryapti. Nima aloqasi bor? Umuman juda nima desa bo'ladi? U tinglovchiga bu aks natija beradi. Yo'q, bunday ulug' gaplarni egasi gapirsin. O'zi ham hayotida Alloh deydigan bo'lsin. Keyin gapirganda his qilib gapiradi o'zi. O'sha zikrini, manfaatini o'zi ko'rgan. Bir lahza Allohdan qalb g'aflatda bo'lmasligi uchun uni doim kuzatib turish kerak degan asosni gapirayotgan odam hech bo'lmasa shunga o'zi harakat qilayotgan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, haligi shunaqa rivoyatlar bor deb imkon qadar qiziqarli bo'lishi uchun asossiz gaplarni gapiradiganlar ko'p. Bu ham bir qaraganda endi qiziqtiryapti-yu deb kimdir yengil qarashi mumkin. Lekin baribir yolg'on bo'lgani bois, haqiqatni bildirmagani bois baribir bu zararli bo'ladi. Haqiqatni aytsin yetadi. Ustozimiz Shayx Hazratlari aytardilarki, ulug'larimizning ulug'ligini bildirish uchun yolg'on to'qish shart emas, borini gapirsak yetadi. Ha? O'sha ulug' zotlarni bor hayotini boricha gapirsangiz, o'zi bir osmon qadar baland gaplar bo'ladi. Va unga lekin ilm kerak bo'ladi. So'zshoda yana bir masala bor. 70-80 yil mustabid tuzum ostida nafaqat islom tarixi, balki o'sha O'zbekiston tarixi, bizdan o'tgan ulamolar haqlaridagi ma'lumotlar juda ko'p yo'q qilib yuborilgan yoki darsliklardan olib tashalgan. Ular haqlaridagi ayni o'sha sof ma'lumotlarni, sof tariximizni, bizning yurtimizdagi o'sha islom tarixini o'rganishni endi yo'l yo'rig'ini hozir qanaqa qilishimiz kerak? Biz mana ziyorat turizmini, shu safarlarni tashkillashtirayotgan insonlar sifatida nima qilishimiz kerak yoki ayni shu sohada dars berayotgan muallimlar, ustozlar nima qilish kerakligini ham bir ko'rsatmalarni ko'rsatib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, buning uchun o'sha birlamchi manbalarga murojaat qilish kerak. Keyin manbalarni tushunishida baribir fundamental asoslarga kishi muhtoj bo'ladi. Ya'ni asos bilimlar bo'lishi kerak. Masalan, Naqshbandiy tariqati ahlini qabr ziyorati borasida gaplarini tushunish uchun ularning e'tiqod asoslaridan boxabar bo'lish kerak. Bu ziyoratlarda haddan oshib ketib yoki quruq bordi keldiga aylanmasligi uchun ziyoratlar. Bunda ham o'sha islom aqidasi, ruhoniyatga bog'liq qarashlar, qabr ziyoratiga oid hadis shariflar, ulamolarning so'zlari. Mana bu asos poydevor ilmlardan boxabarlik kerak. Shuning uchun aytmoqchimizki, birinchi bo'lib madrasa bitirganlar bu ishlarga shug'ullanish kerak. Madrasani bitirmagan odamda hech bo'lmasa o'zi asli oliy ma'hadni bitirgan bo'lish kerak. Ya'ni oliy ta'limni bitirgan bo'lish kerak. Oliy ta'limni bitirsa, shunda bilim 7-8 yillik bilim ancha baquvvat asos bo'ladi. Ammo o'zi yo'ldi ma'lumotlar asosida bu tarixni o'rganaman degan kishi unda ko'p xato qiladi. Ikkinchisi, tarjimadan tarix o'rganganlar. Boshqa haligi xalqlar tashqaridan kelib o'rganib o'zini talqini bo'yicha tarix yozib bergan biz. O'shan bilan cheklanish bu xato bu. Uchinchisi, kommunistik, mana hozir siz eslagan o'sha dinsizlik davrida islomdan odamlarni uzoqlashtirish uchun shayton xayoliga keltirgan hamma uslub qo'llangan. Har xil bo'xtonlar yaratiladi. Shulardan olib kelganlar. Masalan, ayniqsa islom dinini olib kelganimiz ham Xitoy. Ayniqsa islom da'vatini olib kelib, bizni xalqimizni islom bilan musharraf bo'lishiga xizmat qilgan kishilarni yomonotlik qilish uchun, o'zlarining bosqinchiligini haspo'shlash uchun har balo deyishgan. O'sha tarixlarga aldanib qolayotgan kishilar hozir ham ko'p. Ayniqsa yoshlar ichida. Bundan biz qutulishimiz uchun asl ajdodlarimizning kitoblariga bir murojaat qilishimiz kerak. Ular islom kelib kelishini qanday qabul qildi? O'zi aslida nima bo'lgandi islom kirib kelgan davrda? Aslida mana islom kirib kelganini bizni xalq qanday qabul qilganining yorqin misoli shu ziyoratgohlar. Qusaym ibn Abbos roziyallohu anhuning qabrini ziyoratgohga aylantirilishi, undan keyin boshqa ulamolarning qabrlarini ardoqlash. Bular islom yurtga kirib kelganiga qilingan munosabatlar bular o'zi. Bir jihatdan olib qaraganda. Endi shuni tarixiy jihatdan haqiqatini ilmiy asosda o'rganish uchun o'sha ajdodlarimiz yozgan kitoblarga murojaat qilish kerak. Keyin mana Hazrat Naqshbandiy, Xo'ja Ahror Valiy haqlarida atroflarda yurgan odamlar yozgan kitoblar bor. Muhammad Porsoniy kitoblari, Xo'ja Ahror, Muhammad Qozining kitoblari, Xo'ja Ahror Valiy haqlarida.
Husayn Koshifiyning kitoblari, Husayn Voiz Koshifiyning kitoblari va hokazo. Mana shu manbalarni bevosita o'qishimiz kerak. Qo'lyozmasidan kerak bo'lsa olib o'qishimiz kerak. Mana shunday mutaxassislar yetishtirilishi kerak. Ana shunday mutaxassislar haligindek asosli bilim bilan ulug'larning, olimlarning, allomalarning kitoblarini o'qib, keyin bugungi ruhda bizga uni sof holicha yetkazishi kerak. Ular shunday tafakkurda bo'lgan, shunday fikrda bo'lgan. Mana qabr ziyorati borasida biz nimaga ba'zi bir tafsilotlarni gapiramiz? Uni osongina shirk bid'at deb qo'yish bilan ish bitmaydi. Bu voqelikni noto'g'ri fahmlash, noto'g'ri talqin qilish hisoblanadi. Qabrlarni ziyoratgohga aylantirgan oldingi masalan sarkardalarimiz, olimlarimiz qanday tasavvurda bo'lgan? Nima e'tiqodda shu xarajatlarni qilgan? Bilishimiz kerak. Ular har qalay shirk bid'atga berilgan odamlar bo'lmagan. Ular solih mo'min va ko'plar olim insonlar bo'lgan. Atroflarida ulamolar bo'lgan. Islomni bayrog'ini ko'targan faqihlar, fuqaholar bo'lgan. Ana o'sha muhitda bu ishlar amalga oshirilishida demak tafakkur o'ziga xos bo'lgan bo'ladi. U siz hozir bu odamlarni bid'at shirkini ko'rib turib qiladigan xulosangiz fikringizda bo'lmagan ular. Biz mana shu haqiqatni anglatish uchun hozir gapni cho'zyapmizki, bu ziyoratlarning ortida bir qancha asoslar bor. Ha? Mana shuni singari bizni allomalarimizning hayotlarini o'rganishda mana shunday asosli, fundamental, poydevorli ilm kerak bo'ladi. Bu ilm osonlikcha bo'lmaydi. Buning uchun izlanish kerak. Ko'p kitoblarni o'qish kerak. Va katta olimlar huzurida ilmiy bahslar olib borilishi kerak. Mana bu hozirgi sizlar boshlayotgan ish, bu sizlar olib borayotgan ish, turizm ziyorati ham shuni bir qismi bo'ladi. O'sha katta gaplarni ommaga yetkazib berish bir vositasi bo'ladi. Eng yaxshi uslub. Va kun yaqinda bir kishi so'rab qoldi. Nimaga biz hozirgi odamlarimiz Navoiy, Boburlarni she'rini o'qimayapti? Umuman adabiyotiga qiziqmayapti. To'g'rimi, yoshlar? Yoki ziyoratlarga nega odamlar mana qiziqmaydi desa, bu bizning umumiy tafakkurimiz bilan bog'liq hodisa bu. Ko'proq moddiyatga berilgan kishilarda o'z-o'zidan tanlovlari, talqinlari shunga qarab bo'ladi. Ma'naviyat, ruhiyat, iymon, e'tiqod bilan aloqadorlik bo'lsa, keyin u biz aytayotgan ma'naviy sohani tushunadi. Keyin rag'bat qiladi. Inson keyin yana bir haqiqat shuki, buni ham eslab o'tishimiz kerak. Insonning ichki olamida o'zi haqiqat deb bilib olgan, ayniqsa birovlarga uni talqin qilgan bo'lsa, mana bu narsalar ko'nikmalardan voz kechish, ularni o'zgartirish nihoyatda qiyin bo'ladi. Shu vaqtgacha ziyoratni yomon deb kelgan, kerak emas deb kelgan. Keyin birdan uning fikriga qarshi dalillar keltirilsa, u birpas sarosimaga tushishi ham mumkin. Agar haqni qabul qilish tabiati bo'lmasa, bu sinovdan o'tolmaydi. Kishi sinovda doim. Mo'min musulmon odam iymon keltirgandan keyin ham sinovda bo'ladi. Shu sinovlardan biri haqiqatni anglashda ochiq bo'lish. Hozir biz aytayotgan gaplar, men hozir ba'zi nuqtalarni aytib o'tdim, bu qisqacha aytdim. Buni juda uzoq gapirib dalillash mumkin. Mana shu narsalarni eshitgandan keyin, biz bilmagan ekanmiz, haqiqat bor ekan deyish kerak. Yo'inki hech bo'lmasa shuni demak o'rgansam bo'lar ekan degan xulosaga kelish kerak. Biz o'ylamagan tomonlar bor ekan. O'rganaylikchi desin, o'rgansin. Biz ham bu xulosaga birpasda kelmaganmiz. Biz ham katta olimlarning kitoblarida, fikrlaridan keyin, munoqashalardan keyin shu xulosalarga keldik. Mana bu narsalarga boshqalar ham agar shu to'g'ri izlanishdan borsa shu xulosaga keladi. Shu nuqtai nazardan tariximizni o'rganishda o'ris payti o'qiganiga qotib olganlar ham bo'ladi. Yo'q, o'sha falonchilar yomon bo'lgan. Feodal bo'lgan deydi. Ularni feodal deb tanishtirish o'sha aslida kommunizm g'oyasini shartlaridan biri bo'lgan. Shunaqa tanishtirmasda u o'zini g'oyasini isbotlamagan. Endi biz hozir kommunizmdan kechgan odamlar nega ularni istilohini ushlab o'tirishimiz kerak? Yoki alifboni 2-3 marta o'zgartirib keyin mana bular savodsiz deb aytish. Va hokazo. Mana shuning uchun biz bugun o'zligimizga qaytishimizda ko'p mehnat qilishimiz kerak, to'g'risi. Avvalo fikrlarni to'g'rilashimiz kerak. Mustaqillik bu faqatgina siyosiy erkinlikni o'zigina emas, mafkuraviy erkinlik ham bo'lishi kerak. Mafkuraviy o'zi mustaqil fikrlay olish kerak.
mustaqil tadqiqot qilib mustaqil xulosa chiqara olishi kerak. Shunda u demak mustaqil bo'ladi xalq. Ammo bunda bizdagi ko'p shu tarix, shunga o'xshash fanlardagi mutaxassis kishilarimizning, olimlarning eng katta kamchiligi asl manbalarga murojaat qilishga qo'li kaltalik. Ikkinchisi, ular yashagan ruhoniyatni his qilmaslik. Ular yashagan diniy, ruhiy tafakkurni his qilmaslik. Va bularni o'rganmasdan turib faqat moddiy mezonlar bilan biz ma'naviyatga boy bo'lgan tariximizni anglay olmaymiz. Ayni shunda biz ham Hasana Travel agentligini tashkil qilayotgan paytda shu sohani mutaxassislari bilan, islomshunoslar bilan gaplashganimizda manbalar, mutaxassislik yetishmovchiligida juda katta yetishmovchilik borligini aytishdi va juda ko'p manbalar o'zi aslida arab va ingliz tillarida, o'zbek tilidagidan ham ko'proqligini ular bizga aytdi. Ya'ni o'zimizni ulamolarimiz qoldirgan meroslari haqidagi ko'p ma'lumotlar, ko'p manbalar Arab tilida yoki ingliz tilida. Arab yoki ingliz tillarida ularning kutubxonalarida saqlanayotganligi, lekin o'zbek tiliga haligacha tarjima qilinmayotganligi va aynan shu narsa mutaxassis yetishib chiqishini oldini to'sib turgan juda katta bir to'siqlardan biri deb bizga ma'lumot berdilar. Va bundan tashqari biz internetda O'zbekiston bo'ylab o'zi uyushtirilayotgan ekskursiyalar turlarini ko'pini o'rganib chiqdik. Va ularning ichida eng qizig'i shu ziyorat turizmidan sanoqligina ekskursiyalar topa oldik. Ularning juda ko'pi tarixiy, ya'ni ingliz tilida cultural historical deydi, o'sha chet elliklarga sotilayotgan ekskursiya turlar. Hammasi madaniy, tarixiy deb nomlangan, lekin islomiy ruhiyati bo'lmagan, bizani ulamolarimizni qoldirgan meros haqidagi turlar emas ekan. Aynan shu bo'shliqni to'ldirishni niyat qilib ham Hasana Travel agentligiga asos solib shu yo'ldan yurishga qaror qilgandik o'shanda. Alloh muvaffaq qilsin. Ayni muddao. Chunki Ispaniyaga borganimda Qasrul Ahmar, Qizil qasrni ziyorat qilmoqchi bo'lib gid istadim. Masjid imomi bir odam topib berdi. Keyin ular tavsiya qilgan odam qimmatroq narx aytdi. Keyin men boshqa yo'qmi desam, boshqa yana bitta topib berishdi. U arzon, teppa-teng arzon narx aytdi. Keyin men tavsiya qilayotgan o'sha imom uni shogirdidan so'radim. Bu teppa-teng narx farq qilyapti. Nima u ahamiyati bor desam, mana u diniy bilimi bor odam bu dedi. Bunda diniy bilimi ham bor. O'sha narxiga arziydi bu, boshqacha shaxslaydi bu. dedi. Keyin o'shanisini tanladik. Ko'rishimiz bilan haqiqatan ibodatli, e'tiqodli odam ekan. Juda unaqa madrasa bitirgan emas u. Lekin iymon e'tiqodi bor odam ekan. Ozmoz oilasida diniy bilim bor ekan shekilli. Bu ruhoniy, ma'naviy jihatdan zahirasi yetarli ekanda. Hali odam bizni olib yuribdi. 2 soatni aylantirdi. Haqiqatan shunaqa e'tiqodli odam bo'lmasa, bu haligi qasrdagi ma'naviy ishoralarni bizga boshqasi izohlab bera olmasligi. Faqat bino haqida gapirib qo'yardi. Faqat rangda ham ortida nimadir ruhoniyat borda, qarang. Shakllarda ham orqasida nimadir e'tiqod bor. Mana bularni ruhiyat bilan bir haligi zavq bilan yoritib bera olmas ekan boshqa odam. Men aytdimki, ya bu o'zini oqlaydigan ekan bu odamni tushuntirish dedim. Shundan hozir sizga tekkan mavzuga ham biz aynan xulosa olsak bo'ladiki, mana shu madrasalarni, ziyoratgohlarni borib ko'rsatishda, hatto oddiy muzeyni ko'rsatishda ham, tanishtirishda ham so'zlovchining ma'naviyati juda katta narsani hal qiladi. Uning e'tiqodi, uning hayot tarzi juda ko'p narsani hal qiladi. Bilasizmi, ko'pincha o'zi hayoti fisq fujurda yoki ibodatdan uzoqda bo'lgan odam aynan shu jihatlarni yoritishga toqat qilmaydi. Tabiatan. Tabiatan u boshqa tomonlarga gapni burgisi kelaveradi. Chunki o'zi o'sha olamdan uzoq, shu olamga o'zi tabiatan Begona tuyuladi. Begona, moyil emas. O'sha jihatlarni aytmay ketgisi keladi. Kerak bo'lsa. Bu insonning ichki olamiga bog'liq hodisa bu, psixologiyasi. Endi o'zi ibodatda, zikrda, ilmga, ma'rifatga oshno bo'lgan odam agar xuddi shu binoni tushuntirsa, xuddi o'sha madrasa, o'sha bino, o'sha maqbara, ammo bu odam uni boshqacha his bilan gapiradi. U aynan ma'naviy jihatlarni yoritib berishga urg'u beradi. U aksincha o'zini olib qochmaydi. Aynan shu jihatlarni ko'rsatib beradi. Va shunisi bilan o'zi u bizni o'sha shonli tariximiz qadrli bo'ladi. Mana bu rangi-ro'y, shakl shamoil, naqsh nigor hamma joyda ham topilishi mumkin. Ammo uning ortidagi ma'naviyat bizga tarbiyada muhim. Mana shu tarbiyaviy jihatdan ham shu ma'naviyati bor odamlar
ilmi ma'rifati bor odamlar bu ishlarda o'zi bu ishlarni qo'lga olish kerak. Biz hozir boshqalardan noliymiz. Hali yigitlar noto'g'ri gap aytyapti ekan, quruq hikoyalar qilyapti ekan, yoki xurofotlarni gapiryapti ekan deb biz shikoyat qilib ketaveramiz. Lekin shikoyat bilan ish bitmaydi. Bo'pti, to'g'risini siz aytingmi bo'lsam? Kim aytadi uni? Mana bu jihatdan bu harakat nihoyatda muhim. Men umid qilardim, masalan 10 million yoshlar bo'lsa, 5 million hech bo'lmasa borsa, juda katta o'zgarish bo'ladi. Shu tariximizni o'rganib, yoshlarning fikrlari o'zgarsa, hayotimiz o'zgaradi. Hozir ham yomon emas, yaxshilikka qarab mana butun mamlakatimizda davlat darajasida bu tariximizga e'tibor berilyapti. Bu imkoniyat oldin bo'lmagan. Alhamdulillah hozir shunga imkoniyat, nafaqat imkoniyat, targ'ib, bunga qo'llov bor. Bu imkoniyatdan biz yaxshi foydalanib, farzandlarimizni o'sha buyuk shonli tariximizga bog'lab tarbiya qilsak, bunda nihoyatda katta yutuqlar bor inshaalloh. Aynan shunday oldingi safarlarimizda ham Buxoroga bir necha marta kelgan mehmonlarimiz bor ekan, Samarqandga bir necha marta borgan mehmonlarimiz bor ekan. Toshkent safarida ham xuddi shunaqa Toshkentning o'zida yashab turgan insonlar ham endi bugundan boshlab Toshkentni boshqacha ko'z bilan ko'rib boshladim dedilar, Qori akamiz suhbatlaridan keyin. Yoki misol uchun o'sha Buxoro, Samarqandda ham Abu Hafs Kabir yoki Husayn ibn Abbos roziyallohu anhularni tarixlari, maqbaralari shu yerda qoldirgan Bo'lmaydi. meroslarini biz shu yerda yashab bir necha marta kelib ketib hali bu narsani ko'rmagan ekanmiz. Buxoroga 2-3 marta oldin 2-3 marta kelganman, oilamni olib kelganman degan bir akamiz bo'ldilar. Ular xuddi shu fikrlarni bildirdilar. Biror marta hali Buxoroda bunchalik boy meros borligini bilmagan ekanman. Bugundan Buxoro men uchun qayta kashf qilindi. Boshqacha Buxoro deb ko'rib boshladim endi dedilar. Aynan haqiqatda shu. Unda ham bir qism hali ziyoratlar bir qism. Ya'ni ziyoratgohlarga ulgurildi xolosda, ya'ni batafsil hali qilinadigan ishlar, ziyorat qilinadigan joylar juda ko'p. Buxoroda nihoyatda ko'p. Xorazmda, Ichanqal'ada ham juda ko'p. Har bitta madrasaning tarixini o'rganganingizda tafakkuringiz kengayib boraveradi. Yoshlarning tafakkuri shakllanadi-da. Shakllantirishda aynan ma'lumot shakllantiradi. Ma'lumotlar tafakkurni shakllantiradi. Shu shakl bittada bo'lmaydi-da. Bir necha urinishlar bilan bo'ladi. Shu ziyoratlar ko'paysa, masalan, bir necha madrasani o'rgansa, keyin ana shakl mustahkam shakl bo'ladi. Bitta olim emas, bir necha olimning tarixini o'rgansa, keyin ulardagi axloq sizga singadi. Bitta odamni o'qib ketsangiz ketaverasiz. Siz o'sha go'zal xulqni unda ham, bunda ham ko'ryapsiz. Ilmga o'sha rag'batni bu olimda ham, bunizda ham ko'ryapsiz. Keyin sizni uyg'otadi u. Demak, asli shunaqa bo'lish kerak ekan o'zi degan. Farzandlar tarbiyasida ham shu bitta emas, bir necha joyga ziyoratga olib borish kerakki, Samarqandga bir necha joyga, Buxoroda bir necha joyga, Samarqandda yana, Xorazmda yana kerakli joylarga olib borilsa, o'shanda ularning ichida keyin mana uyg'onish paydo bo'ladi. Inshaalloh shu yo'lda mana shunaqa turkum suhbatlarni yana ko'paytirishga harakat qilamiz. Har bir o'sha ulamolarimiz, qadamjolar haqida alohida suhbatlar qilib ko'paytirishni niyat qilib turibmiz. Muhammad Halil mana bu yoqqa endi bayrog'ini mahkam ushlasalar, inshaalloh Xudo xolisa. Bu ziyoratlar hozirgacha ham bo'lib kelgan. Lekin hozir siz bilan biz muhokama qilayotgan, o'rtaga tashlayotgan ko'rinishi ilmiy ravishda, asosli ravishda, manfaatli ko'rinishda, shunchaki borib sadaqa qilib qo'yib, nimadir hayvon so'yib kelishni o'zi emas. Bu go'zal tarixdan kerakli xulosa olish, kerak bo'lsa haligi zikr, tasbihlar orqali ruhoniyatni bir qayta jonlantirish. Mana bu katta bir burilish bo'ladi deb umid qilaman. Inshaalloh shu ziyorat, qabrlarni ziyorat qilishda bir jihatdan bid'at xurofotlarga chek qo'yish. Buning uchun ham shu ilm kerak-da. Odam borib nimadir qilish kerak-ku. To'g'ri harakatni bilmagandan keyin o'zicha nimadir qiladi-da keyin. Bu keyin xato bo'ladi. Shu o'zicha harakat qilmasligi uchun ahli ilm kishilar bosh bo'lib, shu ziyorat amalini ham jonlantirish, ham tartibga solib to'g'rilashga xizmat qilsalar, bu ayni muddao bo'ladi. Jamiyat mana shunday isloh bo'ladi. Masalan, uy qiyshayib turgan uyni ko'rsangiz, uni qiyshiqligi faqat masalan ko'rinayotgan devorni bir burchagida qiyshiqligini ko'rdingiz, faqat shunda bo'lmaydi. U poydevorida ham nimadir bor-da. Shuning uchun mana shu atroflicha isloh qilinadi. Qaysi masalan aytaylik bir jihoz bor, uskuna bor deylik, ishlashda xato paydo bo'ldi. Bir necha joyda xato
asoslari bo'ladi. Bitta bo'lti bo'shagan bo'ladi, daryoda yana bitta simichi ketgan bo'ladi. Mana shu ziyorat turizmini isloh qilish, men o'ylayman, bizning jamiyatimizdagi va e'tiqodlarimizdagi isloh qilinishi kerak bo'lgan, tuzatilishi kerak bo'lgan muhim nuqtalardan biri bu. Buni inshaalloh samarasi yaxshi bo'ladi. Unda ustoz aynan shu o'rinda, xulosa o'rinda bir muxtasar qilib, ziyoratga endi chiqayotgan insonlar qanaqa niyat qilib chiqishi o'zi va asosiy qisqacha ziyorat odoblarini ham bir gapirib, keyin shu bilan xulosa qilsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Muhammad Halil gapirib bersin. Avvalo ziyoratga chiqishdan maqsad ularni tarixini o'rganib, ularni qilgan ishlarini o'zini hayotiga ham tatbiq qilish bo'lsa, ayni muddao bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va ziyorat qilishda odoblari yuqorida ham aytib o'tdilar ustoz, odoblari o'ta ko'p. Shulardan bittasi masalan qabrda oldiga kelganda masalan qabrni ustini bosmaslik. Qibla tomondan kelish, qibla tomondan kelish, salom berish, tilovat o'qib unga qabr mayitga bag'ishlash yoki masalan hozir qabr ziyoratgohlari juda ko'p joylarga qo'yib qo'yilgan, avratlarni yopib kirish masalan. Albatta chet ellik kelgan turistlarga ham mana Buxorolarda shunaqa qilingan. Juda yaxshi. Endi o'zim aytib beraman ekan boshqa. Xo'p, ziyoratga chiqishda yuqorida eslab o'tdik bir qancha jihatlarni. Birinchisi, bu ziyorat shariatda joriy bo'lgan Rasul akam alayhisolatu vassalom qilgan ishlardan. Baqiyani ziyorat qilarmidilar? Solih nima uchun? Shu o'tgan kishilarga duo qilishda ham burch bu, ham Allohdan keladigan mukofot bor. Tirik odamga yaxshilik qilganingizda savob olib Allohdan mukofot bo'larmidi? O'tgan kishilarga ham yaxshilik qilsangiz, ulardan emas, Allohdan mukofot keladi. Siz bir insonga xayr sadaqa qildingiz, Rasul akam alayhissalom aytdilarki, umri uzun, rizqi keng bo'ladi shu odamning dedilar. Silay rahim umrini uzaytiradi, rizqini keng qiladi dedilar. Silay rahim qilganingizda u odam sizning rizqingizni keng qilib, o'sha odam siz umringizni uzun qilmaydi, uni Alloh beradi. Xuddi shu singari, mana shu kabi ulug' zotlar o'tgan kishilarni ziyorat qilib, ularga haqqiga duo qilib, ularga yaqinlikni izhor qilib, ularga yaxshilik qilishda Allohdan keladigan mukofot, ajr bor. Keyin yana yaxshiliklarni hammasini qilish kerak. Aytaylik, mana namoz qalbni poklaydi. Yetadimi shu? Bo'ldimi? Eng katta poklovchi-ku desa, to'g'ri u poklaydi, lekin qo'shimcha zikrlar ham qilish kerak. Namozdan keyin zikr nima uchun qilinadi? Namozdan keyin zikr qilyapsiz. Demak, zikr ishlaydigan joyi bor. Undan keyin xayr ehson qilishingiz kerak bo'ladi. Birov aytadiki, men saxovat qilib qo'yaman deydi, ibodat qilmaydi. Saxovati qalbni qaysi bir jihatiga foyda berdi, qaysi bir savoblarni kasb qildi, qaysi bir darajatlarga xizmat qildi. Ammo ibodatni o'rnida bo'sh turibdi, ibodat bilan kasb qiladigan jihati bor. Shuni singari, olimlarning ilmlarini olish bu bitta jihat, ularga yaxshilik yetkazish bu ikkinchi jihat. Savobli amallarni birortasi man qilinmaydi. Bu ham savobli amallarning bitta turi bo'lib, uni o'rnini boshqa narsa bosmaydi. Shu ma'noda biz ziyoratni vaqti bilan buni bajarib turishimiz kerak. Ota-onani qabrini ziyorat qilish, valiy zotlar, ulug' avliyolar, olimlarni ziyorat qilishda ana shunday ma'naviy asoslar bor. Undan keyin ularning ziyoratida agar Alloh berib qolsa, barakot, fayz ularni ziyoratidan kasb qilinishi mumkin. Buni odamlar shirk ulardan madad so'rayapti deb tushunyapti. Unaqa emas. Masjidga kelasiz, masjidda ruhoniy quvvat bor. Chunki doim zikr bo'lib turgan, ibodat bo'lib turgan joy. To'g'rimi? Masjidga kirasizda, masjidda duoingiz ko'proq ijobat bo'lganiga guvoh bo'lasiz. Hajga borasiz, borib qilgan duoingiz bu yerda qabul bo'lmayotgan, duo yerda qabul bo'lgan ko'rasiz. Bu degani o'sha yerda yoki binodan madad so'rash emas bu. O'sha joyga Alloh nozil qilib qo'ygan barakotdan bahra olish. Buloq chiqqan joyga borib suv ichyapsiz-ku. Siz buloqdan madad so'rayotgan bo'lmaysiz. Suv ashidan chiqqan uchun shu yerdan suv ichayotgan bo'lasiz. Uni hech buloqni ham chiqargan Alloh. Undan manfaat beradigani ham uning o'zi. Ammo borib buloqdan suv ichib turib, "Voy, mana buloq meni qutqardi" deb buloqqa sig'inmaysiz. Suvni ichasiz, ketasiz, chanqangiz qonadi. Ammo u suv o'sha joyda, o'sha
shifobaxsh. Hmm. Shunga o'xshash ulug' zotlarning ziyoratida Alloh yashirgan ruhoniy ziyoratlar, ruhoniy bir fayzlar bo'lishi mumkin. Hmm. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Buni inkor qilgan kishi ilmsiz bo'ladi. Ilmsizlik bilan inkor qiladi. Ilm bilan inkor qilmaydi. Ilmda buni tasdiq topilgan. Hmm. Endi yana bitta jihat shuki, bu ruhoniy narsalardan manfaat olishda shartlar bor. Shu shartlardan biri kishining o'zida shu g'aybiyotga ishonch bo'lishi kerak. Ishonmagan odamga ma'naviy tortiq bo'lmaydi. Hajga borgan odam ixlos bilan borsa keyin baraka oladi u yerdan, bo'lmasam jinni olib keladi ba'zi birlar. Shaytonlab keladi. U iymon bilan boradi, keyin u yerdan fayz oladi. Ya'ni hozirgi mana ITchilar tili bilan aytganda ko'proq yaxshi tushunsa kerak yoshlar. Wi-Fi tarqab turibdi, o'zingiz Wi-Fi'ga yaqinlashsangiz ulanmaydi. O'z zamonaviy g'arb olimlari ham aura, energiya, karma degan so'zlar bilan shuni isbotlamoqchi bo'lib turibdi. Ha, endi bu ma'naviyatda biz bor narsa tajribada ko'rilgan. Shu bilan birga o'sha ulug' zotlarning huzurlarida tajribada duolar qabul bo'lganini ko'rishgan. Buni birmas bir necha olimlar inkorsiz qabul qilgan. Buni oyat hadisdan dalili bormi desa, bunga oyat hadisdan dalil kerak emas o'zi aslida. Tajribada ko'rilgan narsaga oyat hadisdan dalil shart emas. Tajribada ko'rilgan. Uni keyin ulamolar oyat hadisni asoslar bilan bog'laganda hech qanaqa xilof ko'rmagan. Tajribada bir kashf bo'ldi bir olimga. Shu kashf bo'lgan ma'lumot nimaga aqidaga, e'tiqodga, ilmga zid bo'lmasa qabul qilinaveradi u. Ma'nosi yo'q. Bir kishining qabrini oldida qilingan duo qabul bo'lganiga Imom Zahabiy yana boshqa olimlar dalil keltirib tursa, buni zikr qilib turgan bo'lsa, buni inkorsiz qabul qilayotgan bo'lsa, demak u ilmga asoslangandan bu. Buni johilona mana joyda xato qilgan deb qo'yishadi bular osongina. Xato bitta u kishi emas, bir qancha olimlar buni tasdiqlagan, tajribada ko'rilgan narsani modomiki aqidaga zid bo'lmasa inkor qilish o'rinsiz. Alloh kimgadir ilmlarni bildiradi, ba'zi ilmlarni. Ammo u shariat bo'lmaydi. Xohlovchilar foydalanadigan tajriba yutug'i bo'ladi. Xuddi shu mana shu ma'noda borgan kishilar ixlos bilan borsa, mumkin Alloh subhanahu va taoloning marhamatiga sazovor bo'ladilar va o'sha o'ziga yarasha fayz oladi. Undan keyin tarixiy jihatdan. Mana bu kishi hozir bir qancha jihatdan shu joylar, makonlar, shaxslarning tarixlarini o'rganib mukammal bir dastur qilyaptilar. Mana shu tarixni birinchidan hamma ham bilmaydi. Ikkinchidan ana o'sha ziyoratda uni jonli suratda haligindek. Hozir mana bir ilmni o'rgatayotganda ashyoviy narsalarni, qurollarni ishga solishyapti-ku. Xuddi shu singari ashyoviy qurol sifatida shu ziyoratgohlarni o'zida shu ilmlarni o'rganish. Bu samarali uslub hisoblanadi. Va boshqa manfaatlar bor. Mana shu narsalarni niyat qilib, shu manfaatlarni niyat qilib boriladi. Hech qachon borib olib, men borsam shu menga farzand beradi shu odam demaydi hech kim. Bu shirk bo'ladi. Farzandni Alloh beradi, rizqni Alloh beradi. Lekin shu yerda odamlarning duosi qabul bo'lgan ekan, men ham duo qilsam desa bo'laveradi. Lekin ba'zi bir ruhoniy maqomlar bu egalariga xos bo'ladi. O'sha qabr oldida ziyoratda duo qabul bo'ldi degan odamlar o'sha ruhoniy maqomga yetgan odamlar. Biz bu mavzuni o'shalarga xos qoldiraylik-da. Siz bilan bizga o'xshagan oddiy odamlar o'sha ma'nolarni tushunish uchun bu ma'lumotlarni bilib qo'yaveramiz. Ammo niyat qilishimizda biz avvalo o'sha ulug' zotlarga xizmat ko'rsatib, yaxshilik qilib Allohning mukofotiga sazovor bo'lish. Va Allohning barakoti nozil bo'lgan joylar, solih insonlar, zikrlar bo'lgan joylarda Allohning rahmati bo'lishidan, shundan nasibador bo'lishni umid qilish. Va o'sha joyga borib, ularni tarixlarini o'rganib, o'sha ilmni yaxshiroq singdirish, yaxshiroq hazm qilish. Va mana shunga o'xshagan narsalarni foydalarini niyat qilinsa inshaalloh albatta maqsadlar hosil bo'ladi. Rahmat ustozlar, vaqtlaringizni ayamay shu suhbatimizga kelganingiz uchun. Va umid qilamiz keyingi suhbatlarimizda ham yana boshqa masalalarni, yana chuqurroq masalalarni, har bir balki ulamolarimiz haqida alohida suhbatlar qilamiz. Keyingi suhbatlarimizda ham sizlarni kutib qolamiz va bizlarni kuzatib turgan tomoshabinlarni keyingi safarlarimizda kutib qolamiz. Video ostida shu Hasana Travel kanallarini, havolalarini qoldiramiz. Ularga qo'shib borsa keyingi safarlarimizda inshaalloh birga safar qilamiz. Katta rahmat sizlarga. Charchamaylar.